bugun bizning studiyamizga chinakamiga bahor kirib keldi desak bo'ladi. Вообще tavsiya ham qilaman lekin men bu narsani. Bir xillari voy deyish mumkin, lekin eshitganlar voy deb qanaqa qilib choy ichasa, yurtdashima chayamaki oxirida. Bola tarbiyasi bu bitta juda katta mas'uliyat, butun umrga mas'uliyat. Umid qilamanki, shuni tushunadigan mas'uliyatli ota-onalar bizni eshityapti. Endi bizda baribir qanaqadir qon-qonimizga singib ketganda, ya'ni hech bo'lmaganda egib olish kerak. Bitta qo'rqib olsa keyin Hokim buva gilab berib yuborsa oxir dasturxonga boradi. To'g'ri, Yevropa deymizda, lekin Yevropaning yomon tarafini olamizda. Masalan, Germaniyaga borsangizchi, nemis bo'lgani bilan sizni vaqtingizni Botdan gaplashamiz shotdan. Qidiring muqaddam, Qidirasiz shotdan. o'tdan nima? Ayyo. Botdan podcast. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'tdan podkast va navbatdagi soni taqdimoti bilanmiz. Do'stim Mr. Ubaydullayev Bahodir. Hamda Ulug'bek Mamatxonov bugungi o'tdan podkastning 6-soniga ham yetib keldik. Doimgi boshlovchilar va bugun bizning studiyamizga chinakamiga bahor kirib keldi desak bo'ladi. Bahor kelyapti. Chunki psevdonim u juda ham bahoriy ilhom beradigan do'stimiz, olamga mashhur bloger O'rik Guli. Xush kelibsiz. hammaga salom, xushvaqt bo'ling. Qiynalmika Sizlarni ham aytib qo'y, bo'tabar xushvaqti va. Endi ko'pchilikchi otlarini bilmaydi. O'rik Guli ismi bor deb o'ylashadi. O'zi O'rik Guli degan ismni o'ylaganman men. Yaxshi, mayli. Brendga aylanib ketdi-da. Aytmang. Lekin O'rik Guli emas, O'rik Guli. Nimaga? Chunki Instagramda o'qqa bo'lmaydi. Bizda ham YouTube'da otdan O'tdan. O'sha tomonni o'ylamamizda nom o'ylab topayotganda. Necha Necha chiqqanlar? Sog' salomatmisiz? Ijodli bo'lyaptimi? Hammasi go'zalmi? Rahmat, hammasi zo'r. O'zingizlarda tabriklayman podkast rahmat. bilan. Omadli, manfaatli bo'lsin degan umiddaman. Ancha yilga orzuyim. Mana Bahodir bilan birga boshladik. Endi erkin mavzularda, o'tdan har xil mavzularda gaplashamiz. Baribir spikerlarning o'zini yo'nalishidan kelib chiqib ham ozgina og'ishli bo'ladi, lekin mavzularimiz har xil qiziq, xudo xohlasa. Siz bilan bugun gaplashishga tayyorlanib keldik. Alohida tayyorgarlik deydi. Savol bilan boshlamoqchi edim. Ana profilingizga nima bo'ldi yaqinda? Har xil qanaqadir o'rtoqlarim aytib qoldi. Profili yopilibdi, nima bo'ldi? Profil Meta tomonidan meni o'zimning O'rik Guli shaxsiy sahifam va Yashil uyum ekologik festivali sahifasi nima deydi? O'chirib yuborildi. Meta hech qanaqasiga buni tushuntirmadi, izohlamadi. Shunchaki xat keldi, silka u yerda havola, narsalaring ko'chko'roning yig'ishtirdi, surdida. Muhlat berdimi qanaqa? Yo'q, bo'ldi. Kirsam kirilmadi hech qaysi akkauntimga, unga bog'langan Facebook ham hech qaysi ochmadi, o'chirdi. Undan tashqari Sarpa Media va Hook Report o'sha jurnalistik sahifalari ham o'chirildi. Biz buni Sibriz bilan bog'layapmiz, bilmadim. Katta mavzularni olib chiqib qo'ydingiz. Chunki biz mana shu 3 ta nimani birlashtiradigan narsa bu ochiq, kritik, tanqidiy yo'nalish va Sibriz loyihasida asosiy muammoli bo'lgan. Shuni deb o'yladik, chunki kuzatuvlar natijasida bu Rossiya hakerlar tomonidan qilinganligi aniqlandi. Undan so'ng sahifani bir kunda qaytarib berdi. Hayron qoldim. Umuman Metani o'ziga yozsam ham tayinli javob bera olmadi. Lekin haligacha atakalar bor. Har xil botlar kelib qoladi, izohlar orqali yoki juda ham ko'p obunachi kelib qoladi qanaqadir g'alati nomlar bilan va o'sha nima deydi, bir signal bo'lyapti. Bevali daraxtga tosh otishadi. Yo, endi prosta mana profilingiz o'chib qoldi deylik endi. Shartli ravishda. Nima bo'ldi? Bir kundan keyin bundoq kirsangiz profilingiz paydo bo'lib qoldimi? Do'stlik ochildimi? Men bir kirganimda kirilmay qoldi va birdaniga odamlar ham qidirsa topilmay qoldi. Keyin bir kundan keyin menga do'stlarim telefon qilib, "Qara, ochildi sahifang" dedi. Kirsam orasidan bor.
g'alati, umuman juda ham g'alati, chunki meta agar sizni sahifangizda noto'g'ri ishlar bo'lsa, masalan, pul so'ralsa yoki sizga spam bosishgan bo'lsa, sizni tekshirish jarayonida meta sizni ogohlantiradi. Bir necha bor Gmailga xat kelishi kerak. Mana shu etaplardan keyin udalить qilish mumkin, lekin bu jarayon umuman boshqacha bo'ldi. Umuman metani siyosatiga ham to'g'ri kelmasdi. Bu tabar qaraysiz, bilganlar bor va bilmaganlar ham bor baribir. Keling bir yo'nalishingiz haqida qisqacha bir aytib o'ting. Nima yo'nalish bo'yicha, emaillar nima bo'yicha? Endi hamma podkastlarda baribir beriladi. Albatta. Men ekofaolman. Meni ko'pchilik O'rik guli nomi ostida ekofaol sifatida taniydi, lekin background menda jurnalistika sohasini bitirganman va hozirda Green University'ni magistratura bosqichida o'qiyman. Jurnalistika bitirgansiz. Jurnalistika fakultetini, jahon tillarida jurnalistika fakultetini bitirganman. U nima universitetda magistraturada o'qiyapsiz dedingiz? Green University of Qanaqa Central universitet? Asia. Ekologiyaga bag'ishlangan o'tgan yil. Yo'q, davlat. Davlat universiteti. Bu ekologiya mavzusi, umuman ekologiyaga bag'ishlangan yo'nalishida magistratura bosqichida u yerda o'qiyapman. Undan tashqari men tarjimonman, tarjima bilan shug'ullanaman. Mark Maslining Global Warming kitobini o'zbek tiliga tarjima qilganman va shu 7 yildan buyon Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ekologiya haqida Erinmay blog olib boraman. Erinmasdan o'zbek tilida blog olib boraman, chunki yo'q edi. Ancha oldin o'sha men qaraganimda, ma'lumot izlaganimda o'zbek tilida juda ham ma'lumot yo'q edi. Shunda o'ylagandim, ma'lumot bo'lmasa, odamlar qayerdan bilishi kerak, masalan, mana shu yangilikni, masalani, muammoni. Va ekologiya mavzusi shunaqa mavzu ediki, uni hamma biologiya yoki zoologiyani davomi deb o'ylardi. O'shaning uchun yo'q, bu yangi fan, yangi mavzu, yangi muammolar. Uni berish kerak edi. Agar uni faqat matn ko'rinishda, xabar ko'rinishda beradigan bo'lsak, qiziq bo'lmasligi aniq bo'lgani uchun yoshlar bop, hammaga tushunarli blog ochish kerakligi, ijtimoiy tarmoqqa borish kerakligini tushundim. Chunki qarasam, mavzuni gapirishga odam yo'q, mavzuni eshitishga odam yo'q. O'yladim, qayerda hozir odamlar? Gazetaga borish kerakmi, jurnalgami, televideniyagami? Qarasam, hamma odam ijtimoiy tarmoqda. Aytdimki, unda hammani o'zini televizori, telefonida deydi. To'ppa-to'g'ri. Shundan keyin mavzuyimni oldimda ijtimoiy tarmoqqa, Instagramga qarab keldim. Boshidanoq men ko'rganman odamlarning e'tiborini, befarq bo'lishmagan. Shuning uchun haligacha davom ettirib kelyapman. Bizda odamlar befarq, ekologiya mavzusi, tabiatga befarq degan gapga qo'shilmayman. Odamlar juda ham yaxshi biladi, tushunadi, eshitadi. Faqatgina menimcha ko'proq format kerak, har xil format kerak. Necha yil bo'ldi hozir? 7 yil. 7 yil. Juda ajoyib. Endi odamlar tushunadi, u bu davomimiz-ku. Qanaqadirchi baribir ko'p o'sha tushunadigan odamlar qo'lidan unaqa hech narsa kelmayapti-da, baribir. Men ham befarq emasman. Deylik, Chilonzorda turaman. Uyimga yaqin joyda dori ishlab chiqariladigan, masalan, zavod bor. Kolbasniy zavod bor, boshqa bor. Kechqurunlari havo chidab bo'lmaydigan darajada o'zgarib ketadi-da. Tushunaman men ham shu zarar, bolalarim nafas olyapti shundan, masalan-da. O'zim nafas olaman, odamlar masalan yashaydi, zich yashaydi Chilonzorda odamlar. Qiyin hammaga, lekin qo'lda hech qanaqa richak yo'q. Juda ham katta gigant zavodlar endi ular baribir. Qanaqadir. Nomini ayta olmaysizmi? Endi bilmayman nomini aytolmadim. Radix degan zavod bor, Chilonzor 9-kvartalda. Harakat qilib ko'rganmisizlar? Qaysi tashkilotlarga murojaat qilgan, umuman izlanib ko'rganmisiz? Endi mana mahallamizda bankovskiy domlar qurilganda, shunda oynasi o'sha zavodga qarab qurilgan. Boshida odamlar bilmay sotib olib, ko'chib kelgan, boshqa bo'lgan. Aytishdida menga rosa harakat qilib murojaat qilishgan bular. Lekin bo'lmadi, baribir tegib baquvvatroq ekan degan fikrlar bo'ldimi? Bilmayman qanaqadir endi. Bu har doim jamoatchilikka qaraydigan masala. Ekologik masala hech qachon bitta odam bilan yechilmaydi. Ha, u odam ko'tarishi mumkin, orqasidan odam ergashtirishi mumkin, lekin agar jamoat birlashsa, masalan, o'sha zavodning oldidagi 1, 2, 3 ta podyezdagi odamlar birlashib turib, ariza yozib, birinchi navbatda kimga murojaat qilish mumkin? Bizda odamlar bilmaydi oddiy sistemani ishlatishni. Bu militsiya. Militsiyani chaqirsangiz, mana shunaqa masala bo'yicha ariza yozmoqchiman, siz yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi deyish mumkin emas.
kelish kerak va sizni arizangizni olish kerak. Ariza bizda og'zaga aytiladi ko'pincha. Og'zaga aytilgan narsa u albatta yo'q narsa. Havoda qolib ketadi. Qog'ozda yozib berilishi lozim. Uchastkovoy. Eng birinchi qadam bu mana shu va ularga bergan arizangizni fiksировать qilasiz. Rasmga olasiz yoki kopiya qilib olasiz. Bu bir. Undan so'ng hech qanaqa narsa bo'lmadi, o'xshamadi. Hokimiyatga borish mumkin. Undan so'ng sudga oshirish mumkin. Yana orada onlayn variantlar bor. Bu xalq nazorati uz sayti yoki portalga yozish mumkin. Undan tashqari ekologiya qo'mitasining o'zini sayti bor, shikoyatlar uchun o'zini tezkor raqamlari bor. Ularga murojaat qilish kerak. Mana shu hamma etaplariga, endi hammasiga bo'lmasa ham, o'sha to'rttasiga murojaat qilib, murojaatlarni fiksировать qilib tursa, xalq yutish imkoniyati ko'proq. Ko'chirishi mumkin nima bo'lishi. Zavodlar birinchi navbatda filtr qo'yish kerak. Agar siz mana oxirgacha boradigan bo'lsangiz, filtr qo'yilishiga erishishingiz mumkin albatta, yoki kompensatsiya. Har bitta o'sha aholi nechadir kilometr radiusdagi yashovchi aholiga zavod kompensatsiya puli berish kerak. Chunki salomatligingizga zarar beryapti. Qachon bu narsa ishlaydi? Bu hammasi qog'ozda bor, qonunda yozilgan. Nega ishlamaydi? Chunki odamlar ishlatmaydi. Mayli qo'y. Talab kerak, Talab qilish uchun aholi ongli bo'lishi kerak. Mana bizda yaxshi keys bor, bu Anhor bog'i keysi. Anhor bog'ini o'rnida juda ham katta majmua qurilishi kerak edi. Shu saqlab qolindi. Saqlab qolindi. Nima uchun? Internetga chiqib shov-shuv bo'lgani uchun emas. Aholi, u yerdagi aholi internetga chiqishdan oldin 2 yil kurashgan. 2 yil hamma qog'oz, daftar, ruchkasini hammasini yig'ib yurgan. Aholi juda ham ongli, juda ham birlashadigan. Shu 4 ta dom bo'lsa, hammasi birga sudga, ishdan obed vaqti chiqib sudga, hokimiyatga birga borib murojaat qilavergan. Oxiri o'xshamagandan keyin ijtimoiy tarmoqqa olib chiqishdi. Bu ham bitta richak bo'lib berdi. Lekin mana shu ongi, huquqiy ongi, baqir-chaqir qilmasdan to'g'ri murojaat qilishni bilgani va fiksировать qilgani shuncha o'zini yo'lini, bosib o'tgan yo'lini ularga yordam berdi shu narsa va Anhor bog'i saqlanib qolindi. Aholi qancha huquqiy ongli bo'lsa, o'zining huquqlarini ishlatsa, shuncha qoidalar, qonunlar ishlaydi. Uning uchun qo'rqmaslik kerak. Siz nimaga qo'rqasiz? Qonun bor sizni himoya qiladi. Qo'rqmayman, men prosta bitta o'zim mana o'zi qolib ketganda sherik ijtimoiy masalalarni olib chiqdim deyman. O'sha Ko'zozlar jamiyatida madaniyat saroyi buzildi. Kunuzgacha olib chiqdik, misol uchun-da. Shunaqa axborot urushi qilishdi. Endi opponent tomon deydimi? Oxiri bitta o'zim qolib ketdim-da. Shunaqa bo'ladi. Afsuski mana shu. Eng yomoni shunda, odamlar qanaqadir jim turadi, chetda o'zini chetga olib turadi-da, men endi nasib qilganda u bu deb shunga o'xshagan fikr bildirishadi, lekin o'xshasa, yaxshi bo'ldi shu deydi, o'xshamasa sekin orqangizdan harakat qildi bo'lmadi. O'zi anaqada shunaqa-yu, masalan, yaqinlaringizga aytasiz, borib chiqaylik desa, hammasi orqangizga suriladi. Tinch o'tadi. Lekin agar o'zingiz chiqib o'sha muammoni hal qilsangiz, oldingizga kelib olishadi hammasi. Albatta. Buni bir voqeani aytib beraman. Imida shu o'zimni soham bo'yicha shashka yo'nalishida bir ish qilgan edim. Kunuzga murojaat bilan chiqqan edim. Sportchilarni chempionlarni taqdirlash masalasida chiqqanimda o'shanda menga telefonlar kelgan narsa. Telefonlar qilishga, nimaga keragi bor edi, nima unaqa qilasa, nima yozasan. O'zing tanishlaring. Tanishlarim, o'zimni tanishlarim yozyapti-da. Lekin o'sha kunuzni o'sha anaqasi juda katta anaqa bo'lib ketgan, prospektor. Keyin natija bergan. Keyin bizga mukofotlar berishgan. Berganda endi o'sha gapirib turganlar hammasi paydo bo'lib qolibdi, mukofot olishgan. Xuddi shunaqa voqeada hozir. Afsuski, birlashish ko'p narsani hal qiladi. Birlashmagani uchun ham muammolar ichida yashaymiz. Lekin baribir mana siz yosh avlodga, o'sib kelayotgan avlodga namunasiz. Agar mahallada siz bo'lsangiz, sizdagi odam kurasha oladigan, huquqlarni biladigan, o'sib kelayotgan avlod ko'radi, mana shunaqa qilsa bo'lar ekan. Bu hozir mana shu yerda, mana shu davrda natija bermasligi mumkin sizning harakatlaringiz, lekin albatta qachondir natija beradi. Faqat sekin-sekin ko'payaverish kerak. Bu xavfsiz, o'zining qonunlarini, huquqlarini talab qilish xavfsiz ekanini bilganda odamlar birlashadi degan umiddaman. Endi o'sha ishonch ham pastda odamlarda baribir. Ozgina lekin shunaqa deymiz, mana misol uchun bir aytyapsiz-ku, siz kurashavering, natijasi beradi bir kun davomida, lekin o'sha bir kungacha biz o'zimiz
nokaut bo'laveramiz chunki mana murojaat qilamiz birinchi payt hech kim yo'q hammali yana qilaman deysiz yana murojaat o'xshamaganiga oxir o'zingiz ham xavfsizligingiz bir bo'ladi hayotda shunga o'xshagan nigilizm deydimi nima deydi ishonchsizlik ishonchsizlik baredi borasiz yuraverasiz keyin albatta havoni ham hidlab dorilarni ham hidlab albatta mana shu narsa ham afsuski juda ham o'zi xalq hozir depressiyada xalqni psixologiyasini oladigan bo'lsa bu qiyin lekin kichkina hamjamiyatlarda bo'lsa ham mayli bu masshtabi 20 ta odam bo'lmasin lekin 5 ta odam 4 ta odam ham fikr bo'lavergani yaxshi ko'paygani bu odamlarni bir marta mana 3 ta imkoniyatda hech bo'lmasa bir marta huquqini talab qilgani yaxshi mayli 2 safar qo'yib yuborasiz yana energiya paydo bo'lganda yana so'rash mumkin lekin hech qachon qoidalarga qonunlarga nima deydi yuzaki qarash kerak emas masalan yaqinda o'zim bog'iga borsam bog'da o'rdaklar uchun ko'l qilingan sun'iy ko'l u yerga yozuv yozib qo'yibdi hayvonlarga yemish bermang deb yozuvni tagida turib odam katta 40 yoshli odam non lipyoshka nonni olib bo'lib otib yotibdi yemayapti hayvonlar bo'kib qoladi 1 2 mumkin emas ularga non ularga don yeyish kerak bog' ma'muriyati beradi 3 agar ko'p berib yuborsa ovqat suvga tushsa suv ifloslanadi suv bakteriya bo'ladi joy bo'lib qo'yadi to'g'rimi ha yoki yozib qo'yibdimi demak o'zi beradi nima qilasan berib birpas turdim indamadim keyin oxiri gapirdim kechirasiz qarang antka yozib qo'yibdi mumkin emas berish desam yo'lingdan qolma dedi nima qilibdi dedi shu joyda ketdi maniki keyin ketdim man dedim telefonni oldik yo'q telefonni o'chirdim telefonda unaqa vaqt telefon suratga olishga kalla kelmaydi urishdim baqirdim va aytdim mumkin emas qoida bu qanaqa qoida qoida bog'ni qoidasi ha bu kichkinagina man u odam urishganim bilan ketdi albatta boshqa ovqat bermadi bu narsa o'sha paytda muammoni yechgan bo'lishi mumkin ha uni butunlay tarbiya qilmaydi mani gapim ha ertaga u odam yana qiladi shu narsani lekin shu atrofda yurgan 20 ta odam ko'rdi shuni eshitdi 20 ta odam bolalari bilan yurganda bolalari qilmaydi shu narsani o'zlari ham aytadi mani ham kimdir urishmasmikin shunaqa deb qilmaydi shu narsani anu odam ham keyingi safar qilayotganda o'ylaydi anu jinni ayolga o'xshagan ayol yo'qmikin yana deb atrofga qaraydi bu kichkinagina qoidani biz jamoatchilik nazorati sifatida ko'rsatdikmi ertaga bu narsa sekin sekin yoyiladi yana jamoatchilik nazorati shunaqa shakllanadi qachonki siz qonunni ko'ryapsiz qoidani ko'ryapsiz va qonun siz tarafda bo'ldi qo'rqmasdan oyog'ini ha keyin titrash mumkin lekin o'sha paytda qo'rqmasdan qonun man tarafda qonunni yaxshi bilsangiz o'zingizni majburiyatlaringizni ham huquqlaringizni ham bilasiz bu ongli jamiyatni yaratadigan asosiy tirgak endi bilmayman qanaqadirchi mana depressiyada deyapsiz odamlar endi xalqqa haqiqatda borda shunaqa depressiya nimaga ikkita omillar bor mana aytyapsiz jamoatchilik nazorati deyapsiz man o'zim jamoatchilik nazoratini juda yaxshi ko'radigan odamman ayniqsa nogironligi bor odamlar uchun sharoitlarni monitoring qilamiz и nima desamki bir xil paytlarda ijobiy yaxshi ishlab rezonans beradi odamlar endi поддержка qiladi u bu bo'ladi misol uchun o'zgaradi o'sha olib chiqqan muammoyimiz misol uchun ijobiy hal bo'ladi lekin mana ko'ramiz bir paytlarda seryozniyroq nimadirlar olib chiqib yuborganlarni misol uchun sekin nimadir 6 yil oldin like bosgani uchun baribir qanaqadirchi o'zbekimizda ko'zimizga bola chaqamiz ko'rinib ketadi mana shunaqa paytda baribir o'shaning uchun ham bir paytlarda ozgina aytadiyu xalqimizda zo'r gap borda andishani otini qo'rqoq qo'yma deydiyu qanaqadir shunaqa narsa ham odamlarda ozgina shakllanib qolyapti albatta bu narsalar bor va hozirgi vaziyatni olsangiz hozirda aholi endi ijtimoiy masalalardan muammolardan charchadi ko'rgisi ham kelmaydi umuman e'tibor ham bergisi kelmaydi sal yengil yelpi bersangiz o'zini muammosi o'ziga yetadi o'zini muammosi o'ziga yetadi to'g'ri shunaqa bitta gap bor butun dunyoda hozir muammolar nafaqat O'zbekistonda hattoki urush ketayotgan davlatlar bor shu faollardan bittasi aytyapti agar biz mana shu ijtimoiy masalalarga muammolarni ko'tarishga hazm qilishga immunitetimiz bo'lmasa bu degani u masalalarni
o'qimasligimiz, eshitmasligimiz, e'tibor bermasligimiz kerak emas. Mana shu immunitetni ko'tarishimiz kerak. Endi muammolar haqida eshitishga, depressiyaga tushib qolmaslikka, ularni yengib o'tishga ko'proq kuch sarflashimiz kerak. Bo'ldi, men charchadim, ishim ko'p, muammoim ko'p emas. Mana bu ijtimoiy muammolar ham sizning muammoingiz. Ko'cha kirligi yoki mana aytaylik O'zbekistonning qaysidir viloyati kirligi Toshkentga ham ta'sir qiladi. Boshqa davlatdagi qanaqadir ekologik muammo bizning davlatga ham ta'sir qiladi. Hamma narsa everything is connected with everything deydi-ku. Hamma narsa bir-biri bilan bog'liq. Nima deydi, ijtimoiy masala menga tegishli emas yoki nogironlar masalasi yoki ayollar masalasi menga tegishli emas deganingiz bo'lmaydi. Jamiyat bu bitta tirik organizm, unda hamma narsa bir-biri bilan bog'liq. Shunchaki odamlar bilmaydi, mana masalan nogironligi bor odamlarning masalasi ko'tarilganda, bu ularning muammosi. Ayollar muammosi ko'tarsa, ayollarning muammosi. Yo'q, hammaniki shu narsa. Chunki mana nogironligi bo'lgan insonlarga agar shahar infrastrukturasi to'g'rilanib, moslab berilsa, bu aravacha sudrab yuradigan ayollarni, bolalarni huquqini ham ko'tarib beradi. Bir. Bu ular ko'chada maza qilib poliklinikaga borib kelsa, yo'llar, trotuarlar to'g'ri bo'lsa, taksiga pul sarflanmaydi. Oila byudjetiga yaxshiroq pul bo'ladi. Bu ulanib ketaveradi. Ulanib ketadi. Oila byudjeti bu erkak masalan ishlaydigan, ayol ishlamaydigan bo'lsa, erkakning puli ham sal-pal yig'iladi. Mana bu poliklinikani ishi ham joy-joyga tushadi. Chunki bir oy yurmaydi, vaksinaga keling emasda, ani yo'l yomon, yomg'ir yog'di, bu taksiga pul yo'q deb o'tirmaydi-da. Shartta chiqib aylanib borib keladi. Poliklinikani ham ish tez bitadi. Hamma joyga ta'sir qiladi. Aslida bu nima deydi, ijtimoiy masala bu hammaning masalasi bo'lishi kerak. Shunchaki odamlar o'zidan sorqit qilmaslikka o'rganish kerak. Bu ham immunitet talab qiladi, bu ham iroda talab qiladi. Iroda kuchli bo'lishi kerak uning uchun, psixologiya kuchli, nima deydi, odam psixik nima deydi, kuchli bo'lishi kerak bu narsalarni eshitish uchun, idrok qilish uchun va yo'q, men charchadim, o'zicha ko'nglim og'riydi, buni ko'rsam emas. Irodali bo'lish kerak. Bo'pti, mayli, shunaqa bor ekan. Bu muammo hammada bor, hech narsa qilmaydi. Nima qilsak bo'ladi? Qanaqa bu bilan kurashsak bo'ladi? Mana shunaqa kayfiyat bo'lishi kerak. Bu tezda kelmaydi, lekin sekin-sekin shakllantirish mumkin. Endi tanqidiy fikrlash deydi-yu. Tanqidiy fikrlash ham kuchli bo'lsa, baribir yaxshi-da. Bizda tanqidiy fikrlash kuchli-ku. Birov tanqid qilish kuchli o'zi. Bizda kuchli, lekin men aytayman, yana o'sha oila masalasi o'rtaga chiqadi-da. Mana odamlar o'ylaydi, ko'proq ayollarda muammo bo'ladi. Misol uchun ishlashga turmush o'rtog'i qo'ymaydi, hokazo deymiz. Masalan, mana menda endi buni muammo demayman, endi bu qanaqadir ijtimoiy munosabatda baribir. Ayolim aytadi, unaqa narsalarni olib chiqmang deydi, xavotir olaman men. Bu har kuni deyarli mana shu qo'ying, sizga ish qilib zarar yetmaydimi? Bumi qabab qo'ymaydi boshqa. Ana yo'llardan eksperiment qilib o'tganlarimni ko'rsa, o'g'lim gapiradi. Unaqa o'tmang, men qo'rqib ketdim ko'rib videoni deydi masalan. Albatta. Endi qanaqadir baribir mana shu temada sizda qanaqa oilada qanchalik sizni podдержка? Meni qo'llab-quvvatlaydi turmush o'rtog'im hamma narsada va men birinchi bo'lib turmush o'rtog'im bilan maslahatlashaman, chunki ular kasbi bo'yicha yurist. Hamma masalani mazza ekan. O'zi menga aytoladi, masalan, men bu yerda слишком chegaradan o'tib ketding yoki bunaqa hammasini publikovать qilishdan oldin men ular bilan gaplashaman. Nima qilsam bo'ladi, qanaqa qilsam bo'ladi. Undan tashqari dadam ham yaxshigina menga huquqiy savod berib qo'ygan. Qayerda qanaqa huquqlarni ishlatish mumkin, qanaqa nima deydi, ba'ziviy huquqlarim bor. Ularni hammasini bilganim uchun menga qiyin emas. Chegaralarni bilaman, undan ortib ketmaslikka, mana shu chegarani ushlashga, muvozanatni ushlashga harakat qilaman. Lekin baribir siz aytgandek, nafaqat kichik oila, balki katta oilani ham qo'llab-quvvatlash muhim. Biz bu yerda nafaqat ularni kontroli, nazorati, balki ularni xavf, qo'rqishi, xavotir olishini ham hisobga olishimiz kerak. Shunaqa faoliyat qilish kerakki, nafaqat turmush o'rtoq, balki ota-ona, qarindoshlar ular ham qo'rqmasligi kerak. Nima deydi, siz uchun nima qilar ekan, yaxshi bo'larmikin boshqa. Bu masala qiyin, chunki O'zbekiston, o'zbekchilik hamma bir-biriga bog'liq. Ayniqsa ayol kishi bo'lib turib, agar blog yuritadigan bo'lsangiz, muammolar, chegaralar ko'proq, kuchliroq. Lekin baribir aytaman, men baxtli odamman. O'zimni borimcha samorealizovat qilishga menga hech qanaqa muammo yo'q. Hech qaysi tarafdan bo'lmagan.
Mana shuning uchun ham menimcha hozir qarshingizda o'tiribman. Bo'lmasa zo'r qilolmasdim. xursandmiz. Ana bitta videoyingizni ko'rdimda, shu o'ylab qoldim. O'zim uyimda shuni tasavvur qilib ko'rdim, lekin hali amalga oshira olmadik. Hali bitta video qildingiz-ku, biz umuman uyda химический моющие средства ishlatmaymiz. Bu qanaqa qilib balki men videoda endi ko'rmaganim hisobiga o'rniga nima ishlatishingizni bila olmay qoldimmi? Oldinlari yosh bo'lgan paytingiz uyda ham unaqa onalarimiz kirsovun narsa bo'lmasdi, kirsovun, limon kislota, uksus. Bo'ldi, shu 3 ta narsani bir-biriga aralashtirib, yuvib ishlatishardi. Parashok ham bo'lmasdi adashmasam oldin. Keyinchalik mana ko'payib ketdi. Keyinchalik polga alohida, stolga alohida, oynaga alohida, aboyga alohida, nima deydi, rakvinani temirli joyiga alohida, o'ziga alohida juda ham ko'p bo'lib ketdi va bu hammasi kimyoviy vositalar kuchli. Ular sizga bittada yarqirab berish uchun hamma kuchli narsani qo'shadi. Agarda perchatkasiz qilib ko'rsangiz, o'zingizdan bilasiz, qo'lingiz tezda allergiya beradi, achishadi, qip-qizil g'alati bo'lib qoladi. Krem sotib olishingiz kerak. Krem surasiz. Krem ta'sir ham qilmaydi, chunki ochilib ketgan u himoya qatlami yo'q. Endi unga krem ham singib ketadi. U juda ham insonning salomatligiga zarar. Undan tashqari, mayli tozalayotgan ayol buni sezadi. Uydagi boshqa bolalar, kattalar qanaqa sezishadi? Nafas yo'llari orqali. Kattalarning bo'yi baland. Oyog'i 2 metr, kichkinalar pastda yuradi. Birinchi bo'lib bolalar nafas oladi undan. Agarda siz polni artsangiz, kafellarni hamma mana shu kimyoviy vositalar bilan tozalaydigan bo'lsangiz, birinchi effekt bolalarning o'pkasiga ketadi. Pastda yurgan bolalarga ketadi. Sizga yetib borguncha sal nima deydi, kamayadi u narsa. O'shaning uchun men iloji boricha kimyoviy vosita olmayman, ishlatmayman. To'ting. Iloji borichami yo umumanmi? Iloji boricha. Faqat hojatxonaga oyda yilda bir marta kimyoviy tozalashi mumkin. Xlor kuchliroq nisbatan kamroq ishlatar ekan. Lekin oshxonada menda faqatgina kirsovun, choy sodasi, limon kislota va idish yuvadigan o'zini oq sovun bo'ladi, kokos yog'idan qilingan. O'sha yog'. Nima, chirik bo'lib ketadi, yog' bo'lib ketadi. Qanaqa qilib ketqizaman deyshadi. Shunchaki yog'da qattiq qovuriladigan ovqatlarni kamaytirasiz. Sog'liqqa ham foydali. Albatta, birinchi navbatda yog'ni kamaytirib yeyishga harakat qilasiz. Masalan, qovuriladigan ovqatlar bor. Qovurayotgan paytingiz qopqog'ini yopasiz. Qovurilotganda yog' hamma joyga sachramasligi uchun va o'sha paytda o'z dartib olaman men. Tez, masalan, kafelga tushgan paytda dartib olaman, kirsovun bilan tez ketadi. Bu nima? Bu nafaqat uyingizni ekologik muhitini yaratadi, balki healthy ovqat yeyishingizga yordam beradi. Sekin-sekin siz yog'ni kamaytirasiz, dimlangan ovqatlar yeysiz yoki duxovkada yoki termogrilda qovurilgan ovqatlar yeysiz va bu sizning sog'lig'ingizga ham ta'sir qiladi. Bu ekologik hayot har doim shunaqa, kichkina narsadan boshlanadi-da, sekin butun hayotingizni o'zgartirib yuboradi. Bizda Bahodir lekin dahshatani ovqatlar. Chunki oyisi ham shef bo'g'irdi-mi? Bizda qiyin unaqa ishlar. Lekin mana aytasiz, idish tovoq yuvish, sizlarga savolda idish tovoq yuvishga eng zo'r narsa nima? Kirsovun deyaptilar. Yo'q. Lyufa bilan kirsovun. Juda zo'r va ishi yarqirab turadi. Juda lekin unda yo'q. Bilmadim. Aytib qo'yaman. Kul. Loy. Kul bilan loy. To'g'ri. Eng zo'r ekan lekin haqiqiy masalab ko'rganman. O'sha eng zo'r anaqa bilan ham gel deyiladi, o'sha bilan loy bilan ishlatganman. Loyga shunaqangi oqartirgan. To'g'ri. Oldin shu loyga yuvishgan lekin. Loy, kul eng yaxshi. Juda ham oppoq qiladigan va toza. Lekin men hozir ham yuvib turaman, lekin behazil ochilgan. Yuvib turaman chunki ishxonamda idish tovoqlari ham kulli qatda olasan. Kulli emas, loyga. Ha, loy. Oddiy kesak bo'ladi-yu. Shunda. Vobshe tavsiya ham qilaman lekin men bu narsani. Bir xillari voy deyish mumkin, lekin eshitganlar voy qanaqa bunda choy ichasa, yuvib tashima chayamanki oxirida. Shunaqa oppoq bo'ladi, lekin bittada kelgan uning ichidan toshlar ham bo'ladi-yu, ishqalash anaqasi ham bo'ladi. Ana choyning izlarini ham ketkizadi. Ketkizadi hammasini. Oldimda qum bilan ishqalash bo'lardi. O'shada qum, loy shu narsada. Bu hali ham bor. O'zbekiston faqat Toshkent emas, chekka viloyatlarda hali ham shu usuldan foydalanishadi. Bu ota-bobolardan kelayotgan usul. Ochmoqchi va shu loy qanaqadir bir idishga solib, qanaqadir kul bilan aralashtirib. Biznes ham bo'lar ekan lekin. Albatta. Bemalol qilsa bo'ladi, lekin
haqiqatdan men ham bir sinab ko'ruvdim. Pichoqda bir chesno to'g'rimidi, nimadir u hech hidini ketqiza olmadim-da. Yerga tiqib oldim bir ikki marta eshitgandim-da. Shundoq kakani rukoy snyal. Hozir mana Instagramda ham sun'iy intellektlardan foydalanib foydali maslahatlar roliklar baqirib gapiradi, urishib tashlaydi. Meni qanaqa qilib ketkazishni bilasanmi deb taxtagacha gapiradi-yu. Shunaqa baqiradi. Maydan baqirtirmasdan qilsa bo'lmaydimi shularni? Yo'nalishda. Endi qarang, bu baland ovoz yoqadiganlar ko'p. o'zi aslida mana ekologik deyapsiz. O'zbekistonda o'zi ekologik eng katta muammo nima deb o'ylaysiz? Suv muammosi bizni eng katta muammoimiz. Bu nafaqat O'zbekiston, kattalashib boryapti yana. Jiddiy muammo. Bu jiddiy Suriya muammo. nima kamayib ketyapti-yu, Suvni miqdori, suvni sifati, suvni bizda mana bilamiz, muzliklar erishi Pomir tog' tizmalaridan muzliklar erib keladi va mana shu transchegaraviy daryolar asosiy suv manbayimiz. Nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo uchun bu единственный, nima deydi, bittagina suv resursi. Yozda muzlar eriydi, daryolar to'ladi, qishda yana joyiga to'planadi muz. Afsuski shu muzliklar tez eriyapti. Prognozlarga ko'ra, global isishning natijasida prognozlarga ko'ra 30 yil ichida erib tamom bo'ladi degan prognoz bor. Bu qo'rqinchli, chunki hali O'zbekiston Markaziy Osiyoda hech qaysi davlat tayyor emas. Suvni masalan yig'ish texnologiyasi, uni qayta ishlash, sirkulyar aylantirish, ko'p narsaga tayyor emas hali O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari. Bu qo'rqinchli. Chunki suv asosiy resurs, bu bo'lmasa bo'lmaydi. Undan tashqari hozirda kanal ariqlarga filtrsiz ishlayotgan zavodlardan suv oqiziladi kechasi. Yaqinda bu suv ifloslandi degan video chiqdi-ku, ko'rdinglarmi? O'shanda ham aholi ko'rdi muammoni, tepadan suratga olingan. Suv ta'minotni ayblashdi. Lekin aslida suv ta'minot bizda suv qanday tozalanadi? Biologik tozalash orqali. Ya'ni mikroblar, bakteriyalarni yeydi va tozalanadi. Oxirida tozalangan hamma etapdan o'tgan suv tabiatga chiqarib yuboriladi. Hamma davlatda shunaqa. Bizda ham shunaqa tozalanadi. Lekin o'sha paytda bilishimiz kerakki, bakteriyalar kimyoviy rangni, chiqindini yeya olmaydi, parchala olmaydi. Shuning uchun ham rangi qoladi. Agar qip-qizil kraska oqizilgan bo'lsa, suv qip-qizilligicha qoladi, toza bo'lsa ham. Chunki rang bakteriya yolmaydi. Bu faqat boshqa suvlar bilan qo'shilib ketgani uchun sal o'chishi mumkin. Ochib ketadi, to'ppa-to'g'ri. U loyga singib ketadi, pastga tushadi, bosh cho'kindi bo'ladi, lekin baribir o'sha vaqt tepadan qaraganingizda ko'm-ko'k yoki qip-qizil bo'ladi. Bunda nima qilish kerak? Borib o'sha tozalayotgan, suv tozalayotgan tashkilotni shtrafga tortish emas. Atrofda kim bor edi? Qanaqa zavodlar bor edi? Kim filtrda ishlatyapti? Kim filtr qo'yib ishlatmayapti? Kimda filtr yo'q, lekin dokumentda bor. Kim chiqargan bo'lishi mumkin? Kameralarni ochish, umuman tekshirish lozim edi. Mana shu kichkina yoki katta charm zavodlari, boshqa zavodlar, ishlab chiqarish zavodlarini tekshirish lozim edi. Bu suvni ifloslayotgan manbani topib, o'shani to'g'irlasa, suvga bo'lgan nima deydi, kimyoviy chiqindilar ham kamaygan bo'ladi. Bu yerda rasmiy pora ham bor-da. Albatta. Ya'ni konvertda bermaydi, shtraf ko'rinishida to'lanadi. Bitta korxonam bilardim, mana shu Severniy vokzal tomonda teri oshlaydigan zavod bo'lardi. O'sha yerda tanishlarim ishlardi, aytishardi, hali terini kislota bilan обработка qilar ekan, qanaqadir siz aytganingizdek haqiqatda yashil qanaqadir suyuqlik bo'lib kanalizatsiyaga oqizishar ekanda. So'rardi, bu shtraf nimadir? Bir yilda 53 million nech puldir to'lab qo'yadi shtrafini. Bo'ldi deydi. Demak, qanaqadir bir paytlarda shtraflar выгодный ham bo'lar ekan. Albatta, chunki filtr qimmat. Shtrafga ko'ra qaraganda filtr qo'yish, filtrni ishlashini ta'minlash qimmat. Chunki siz filtrni chetdan olib kelasiz. Uni biladigan bizda mutaxassis yo'q. Mutaxassisni ham chetdan olib kelasiz. Mutaxassisning oilasi bo'ladi. Bolalari bilan, oilasi bilan olib kelasiz. Uni uyli joyli qilasiz. Bolalarni maktabga joylashtirasiz. Albatta, bu xalqaro maktab bo'lishi kerak. O'ziga yaxshigina oylik berasiz, kelib ishlashi uchun. Bizda mana shu yerda kadrlar yetishmayotgani ham ko'rsatib qo'yadi muammoni. Va u odam keladi, ishlaydi. Filtr nima deydi? Doim ishlab turadigan narsa. O'z xodim kelib qarab ketadi. Qachon buziladi, qachon nima qiladi, bu uni har kunlik ish talab qilmaydigan narsa. Va shuning uchun ham korxonalar bitta ishchini yonlab filtrni doimiy ishlashini ta'minlagandan ko'ra,
oyda yilda bir kimdir bunt qilib qolsa, kimdir gapirib qolsa yo yangi filmda chiqib qolsa, shtraf to'lab yuborgani arzonroq. Buning uchun yana aytaman, yana xalq, yana o'sha tomondagi Faol bo'lib. da o'sha именно o'sha muammo bo'layotgan joydagi aholi ko'rishi, bilishi, fiksировать qilishi, yuborishi, bong urishi kerak. Hech kim bilmaydi masalan o'sha masalan zavod atrofida bo'layotgan vaziyatni. Aholi biladi, aholi gapirishi kerak, aholi kurashishi kerak. Chunki birinchi bo'lib albatta zavod atrofidagi odamlarga birinchi nima uradi? Zarar. O'zini himoya qilish kerak. lekin u tashkilotning rahbarida ham sal vijdon bo'lishi kerak-da, u xalqda. Vijdon yo'q dedi-ku. Vijdon Vijdoningiz bormi osmondagi bolalarda? Aka, vijdoningiz bormi? Yo'q. Vijdon yo'q dedi-ku. Unaqa narsa yo'q. Ayvonga to'g'rilab qo'yiladi dedilar. Xuddi shunaqa. Afsuski, biznes ham barqaror rivojlanishi uchun baribir birinchi tirgak xalq bo'lib ketaveradi. Xalq asosiy o'sha nima deydi, kuch bo'lishi uchun esa unga bilim kerak. Bilim. Yana asosiy muammoni asosiga qaytamiz, bilim. Bilim qancha ko'p bilim bo'lsa, qancha ko'p ongli jamiyat bo'lsa, aqlli fuqarolar, ongli iste'molchilar, yaxshi kadrlar bo'ladi. Biz mana qishloq xo'jaligiga asoslangan davlatmizda. Biz narsa yetishtiramiz, sotamiz va shu bizni asosiy bozorimiz. Lekin hozirgi davrda resurslar cheklangan davrda bu juda ham yaxshi nima deydi, rivojlanish yo'li emas. Chunki biz masalan qiynalib suv sarflab, odam mehnati sarflab, energiya sarflab paxta yetishtirsak-da, masalan bir tonnasini $1000 sotsak, bu bizga bozorga pul olib keladi. Qayerdadir telefon o'ylab topishadi-da, $1000 sotishadi keyin. Bittasini. Da. Mana bu ko'proq iqtisodiyotga pul olib keladi. Bu nima? Odamni miyasi orqali o'ylab topilgan narsa va o'sha orqali sotildi. Bu yerda odam faktori ishladi. Odam bizda qancha ongli bo'lsa, qancha aqlli bo'lsa, u nima deydi, uni o'sha miyasidagi ideyalarni sotishi mumkin. Yangi texnologiya, yangi sun'iy intellekt bo'lishi mumkin, programma sotilishi mumkin va bu iqtisodiyotga pul olib keladi. Bu kreativ ekonomika deyiladi, kreativ iqtisodiyot. Uning uchun yana qaytish kerak, bilim ko'p bo'lishi kerak. Bilimli bo'lishi kerak bolalar. Ta'limga e'tibor berilishi kerak. Bilim deyapsiz, biroq bilim hozir yetarli, lekin bilim qaysi yo'lda ishlatilyapti? Qani bilim yetarli? Yo, masalan deylik, mana aytyapsizki, bilim bor deylik, lekin u bilim nima yo'lda ishlatiladi? Faqat texnik Ana anekdotdan-da, hali oliy ma'lumotli bo'lsa, nech puldir oylik oladi, bu deb ana qilishadi-yu. O'zi qanchalik aqlli odamlar kerak emas. Aytyapsiz, lekin to'g'ri, deb qaragan o'sha telefon misolini aytdingiz-ku. Yo, mana aytmoqchimanki, mana bilimi bo'lgandan keyin o'sha uni yo'naltirish ham bor-da. Endi faqat texnika chiqarish yoki zavod qurish u emas, lekin mana misol uchun bitta narsani o'ylaylik. Aytyapsiz, atrof muhit deyapsiz. Oldinlari mana ko'chalarda nima ko'p bo'lardi? Mana sizga savol. Tabiiy mevali daraxtlar ko'p bo'lardi. Xo'p. Hozir bormi shunday? Lekin mana shu narsaga shu yo'l bo'lib ketayotganiga har bitta odam o'zini javobgarligini ham ulushini his qilishi. Mevali daraxtlar haqida gaplashsak bo'ladi. Mevali daraxtlar manzariy daraxtlarga nisbatan yarim umr kamroq yashaydi. Masalan, manzariy daraxt 70 yil yashasa, mevali 30 yil yashaydi. Va unga nima tushishi, zararkunanda tushishi, kasal tushishi osonroq. Shuning uchun ham shahar infratuzilmasida mevali daraxtlar emas. Javobda shalovotni deyapsiz? Yo'q. U выгодно emas ekish. Shahar infrastrukturasida manzariy daraxtlar ekish yaxshiroq. Mevali daraxtni odamlar hovlisiga ekishi mumkin. Lekin nima ko'ramiz oxirgi paytda? Mevali daraxtlar domlan oldida ekilganlar yerga to'kilyapti, qovyapti. Oldinlar terib olingan, tarqatilgan, boshqa qilingan. Hozir nima bo'lyapti? Yerga yopishib, shira bo'lib, zararkunandalarni ko'paytirib, daraxtni o'zini ham kasal qilyapti, tuproqni ham kasal qilyapti. Daraxtlarga bo'lgan munosabatda hamda hozir ham birinchi bilim o'sha masalasini, kreativ ekonomikani tugatib qo'yaylik. Qaytmoqchiman shu narsaga, bilim qanaqa ishlatilishi kerak. Bilim bizda hozir ta'lim tizimi juda ham eskirgan. Ta'lim tizimini boshdan isloh qilinishi, talabalarni bizni mana o'zimiz davlatda uncha bilinmas, lekin dunyodan bilim darajasida ancha orqadamiz. Dunyo bolalari masalan o'zim ko'raman, o'zim tengilar allaqachon qanaqadir loyiha ustida ishlayotgan, innovatsion g'oyasi bor, oddiy sun'iy intellektni ishlatishi, Excel ishlatishi qanaqa zo'r. Bu ular uchun bazaviy ma'lumot. Ko'p jabhalarda bizni bilim darajamiz pastroq.
IQ pastroq, uni ko'tarish kerak. Va bu nafaqat texnika, balki hamma yo'nalish. Aniq fanlar asosan, aniq fanlar ko'proq rivojlantirishda kimyo, biologiya, matematika bu juda ham ko'p innovatsiyalarga asos bo'lib beradi. Undan tashqari nafaqat bilim, balki iqtidorni ham sotish mumkin. Yaxshi rassomlar, yaxshi musiqachilar, kompozitorlar, futbolistlar, shaxmatistlar, bular ham kreativ ekonomikani bitta yo'nalishi. Masalan, bizda Abduqodirov chet elga sotilgan pul ishlaydimi, keladi O'zbekistonga. Abduqodir Husanov. O'zbekistonga keladi-ku, bu ham kreativ ekonomika. Masalan, Koreyaning joyi kichkina, aholisi zich. Ular bir narsa sotib qila olmaydi, lekin ularda K-pop bor. K-pop butun davlatni nima deydi, iqtisodiyotni ushlab turadigan narsa. Ularda hattoki davlat siyosat darajasida yozilgan K-popni rivojlantirish, unga e'tibor qaratish. Ular o'zlarini odamlardan, iqtidorli odamlarni tanlab oladi, ularni ko'taradi va idol mashhur qiladida, butun dunyoga musiqasini, kiyimlarini, madaniyatini sotish orqali davlatga, iqtisodiyotga pul olib keladi. Yana oddiy narsa Disney o'ylab topilgan. Disney multiklari o'ylab topilgan. Hammamiz shunda katta bo'lganmiz. Endi chet elga borsak, Disney обязательно parkiga kiramiz. $100 bilet. Kirasiz. To'laysiz. Boshingizga narsa olasiz. Mickey Mouse'ni narsalari rasmini olib turib biror nima chiqarmoqchi bo'lsangiz, pul to'laysiz kompaniyaga. Chunki uni qahramonni olasiz. Necha yilga bu narsa davlatga iqtisodiyot olib kelyapti. Bu iqtisodiyotga pul olib kelyapti. Bu har doim davlat o'zini iqtidorlari, ongli xalqi bilim beradi, iqtidorlarni ko'taradi, qo'llab-quvvatlaydi. Sportga ham, aniq fanlarga ham, she'riyatga ham, adabiyotga ham hammasiga kuch beradi. Va qarabsizki, nima deydi, Garri Potterga o'xshagan asar chiqsa, butun necha yil davomida davlatga iqtisodiyotga pul olib keladi. Buning uchun hamma jabha rivojlanishi kerak va hamma jabhani o'rgatadigan, bilinadigan narsasi bu yana baribir ta'limga borib taqaladi. Ta'lim zo'r bo'lishi, ko'z ko'roni bo'lmasligi kerak. Maktablarda ko'z bo'yamachilik bo'lmasligi kerak. Masalan, hozirgi paytda juda ham ta'lim nimasi past. Maktabda, oddiy maktablar, davlat maktablarida juda past, lekin xususiy maktablarda juda kuchli. Endi ajratib turish kerak-ku. Yo, lekin bitta o'rtog'im o'sha xususiy maktabda ishlardi, haqiqatda Kurtoy xususiy maktabda. Aytayotdi-da, tegida prosta bizada kuchli emasmiz, biz ham xuddi o'sha o'qituvchilarda emas, faqat bizadan talab qiladi, intizob borda. Yo'q, qilinishi kerak bo'lgan ish qilamiz deydi. Bo'ldi-da. Byurokratiya kamroq. Davlat maktablarida byurokratiya hali ham ko'p. O'qituvchini vaqti yo'q. Mana bu dars o'tishga tayyorlanishga, u qog'ozbozlik bilan afsuski band. Undan tashqari, nima deydi, oliy ta'limda ham kadrlar ko'p fanlarda yetishmaydi. Ko'p fanlarda hali ham bitta o'qituvchi 3-4 ta fandan kiradi. Har yili kiradi. Bolalar, men bu fanni bilmayman, sizlar bilan birga o'rganamiz deydi. Kadrlar yetishmasligi, professorlarning kamligi haqiqiy, ilmiy rostdan o'zini ilmi bor odamlar kamligi, o'rniga yetishib chiqmayotgani ham juda ham achinarli. Endi maktablarda birinchidan ta'lim kuchli bo'lish uchun birinchidan intizomi kuchaytirish kerak, tartib kuchaytirish kerak. Endi misol uchun mana qarangda, oddiy misol, bola maktabga kelyapti. Oldin biz qanaqa yurardik maktabga, Ulug'bek? Oq ko'ylak, shim va ichiga shimarib olib, rebellarni chiqarib olib, tufli bilan borardik. Hozir nima qilyapti? Bola shim, yana bola qanaqasi chiqarib olgan, ko'ylagini, oq ko'ylagini shimarib olgan, sochli mamdaqa-mamdaqani, lekin qarangda, maktab ostonada qarang. Kiryapti, indamasdan kirgizaveryapti. Qani bunda tartib intizob. Agar ta'limni sifati zo'r bo'lsa, o'quvchi ertalab bugun matematika darsim bo'ladi, o'qituvchim keladi deb borsa, o'sha aytilgan kiyimini to'g'riladi degan gap ham qiladi. Agar ta'lim bo'lmasa, ichkarida ani bo'lmasa, u chiroyli kiyinadimi, oyoq tuplesi yaltilab turadimi, farqi yo'q. Yo, o'sha aytmoqchimanki, xabar asosida boshlash kerak demoqchiman-da, baribir. Forma baribir nima deydi, birinchi masala emas-da. Yo, tushunmaysiz, men aytmoqchimanki, misol keltiraman, hamma narsani shu boshdan boshlash kerak. Birinchi navbatda ota-ona qarash kerakmi? Bolam, o'qiyapsanmi? Nima ahvolda boryapsan maktabga? Nima bu kiyinishing deb aytish kerak.
kerakmi o'sha bolaga borgandan keyin o'sha o'qiyapti kelyapti nimani o'rganding deb aytish kerakmi so'rash kerakmi Odamlar hozir maktabga bordimayapti-yu bolasi. hattoki telefon olib yursa indashmayapti maktabda man to'g'risi aytaman ancha oldin даже o'sha ahrada turadigan joyda telefonlarni olib qolishyapti shu ham yo'q bo'lib qoldi hozir shu narsa ham yo'q bo'ldi mana yaqinda bitta ijtimoiy tarmoqda bitta video ko'rdim bitta o'sha harbiy bitta bolani mana trosini maktabda uzyapti nima ahvol deb uzyapti-da bunaqa qilib kiyimlaring nima ahvol deyapti sochlaring nima ahvol urishyapti lekin qarang kommentariy yozyapti o'sha harbiyga chora ko'rilsin nima haqqi bor uni albatta mumkin emas yo'q mayli mumkin emas to'g'ri bolani ota-onasi bor bola mana hech qachon siz bolaga to'g'ri. gapirmaysiz katta bo'ladimi 10-sinf sinf bo'ladimi aytasiz ota-onang qani siz chunki kattasiz siz mas'uliyatni olasiz katta odam sifatida отношение hozir mana shu o'rtadagi konfliktga siz mana siz ukangizni ursangiz albatta siz kalta yegansiz chunki siz kattasiz ota-onasini chaqirasiz va ota-onasiga yuzlanasiz har doim shunaqa ota-onasi keyin nima qiladi chora ko'radi chora ko'rmasa ota-onasiga chora ko'riladi lekin harbiy bo'ladimi o'qituvchi bo'ladimi ha zo'ravonlik mumkin emas yo to'g'ri zo'ravonlik mumkin emas man endi yana boshqa ma'noda gapiraman o'sha bola balki ota-onasini ham chaqirishgandi lekin o'sha yerda qarang kommentariy yozishyapti harbiyga to'g'ri bu harbiyga balki chora ko'rish kerak Yo, chora ko'rish kerak. 100% o'zingni bolangga masalan 100% chora ko'rish kerak man bu narsa anaqa qilmayman lekin bolaga nima chora ko'ramiz sizlarga bola ota-ona hal qiladi uni ota-ona o'zi hal qiladi shu gaplar qutulyapmiz yo'q nega ota-ona o'zi hal qiladi qilish agar kerak ota-ona hal zanjirga nima kerak qilmasa maktab? qarab turing agar ota-ona keyingi safar maktabga kelganda kiyimini to'g'irlamasa bola maktabdan chetlatiladi o'qishdan shu chetlatiladi narsani yo'lga qo'yish kerak u tak bor qilinyapti yo'q Biz qilinyapti bu oddiy narsa ikki bor qo'ya olmayapmiz hozir o'quvchi. bu narsa yo'q bu narsa bor mana shu narsani aytyapman oddiy ikki ham qo'yib radikal bo'lmang bu biza sizni avlod emas biza u ko'rgan narsada o'sish shart emas va O'zgarishimiz man kerak. o'zim ko'rganman mana shu yilni nechta bola mana o'zimni chunki atrofimda o'qituvchilar bor 3-4 bola maktabdan haydaldi 1-2-3 marta Yo'q, chora qayerqa haydaydi albatta ular bu maktabda o'qimaysan deb haydab yuboriladi bo'ldi qayerga borsa boriladi va mana bu otsenka mana bu поведение bilan kim qabul qilsa o'sha maktabda o'qiydi lekin bu narsa bor ota-ona bilan ishlashyapti bola bilan ishlashyapti aytishyapti 3-4 marta ogohlantirishdan keyin ham bola o'zgarmasa ota-ona bilan ishlaganda ham o'zgarmasa u haydalyapti bu narsa bor buni tartib tomonlama bizni oliygohlar ham maktablar ham tartibni ushlashga harakat qilyapti lekin tartibga yarasha mana bu yerda siz bering matematika bering boshqa fanlarni bering mana kimyodan laboratoriya bo'lsin zo'r bo'lsin-da fan bola sizga bunt qilmaydi bola nimaga o'zi nima deydi bunt qilishni xohlaydi zerikkanidan bola miyasi band bo'lsa fanlar zo'r bo'lsa qiziqib kelsa o'qisa mazza qilib uni vaqti yo'q boshqa narsaga o'zini o'ylashga tros borib sotib olishga kiyinishga vaqti yo'q ota-ona ham ko'ryaptimi bola o'zgarayotganini yaxshi o'qiyotganini ko'ryaptimi bo'ldi maktab ma'muriyati nima deyapti bolang yaxshi qilmayapti mana bundan manaqa qilyapti konstruktiv tanqidga ota-ona ham qaraydi ha to'g'ri deydi lekin man bitta o'zi pustoy bo'lib turib oxirgi sinflarda ayniqsa bo'ldi repetitorga boraver kelma kerak emas mana men bola o'zi bilyapti ko'ryapti maktab 0 hech qaysi fan yaxshi o'tilmayapti bu ertaga institutga kirish kerak vaqtini bekorga sarflayapti bola boradi matematika lutcha o'qiyman dedi ketadi chunki mana bu pustoy bering zo'r kadrlarni yuboring yaxshi bitirib kelayotgan nimalarni yuboring o'qituvchilarni chet elga yuboring nima deydi treninglarga o'rganib kelsin malaka oshirib kelsin o'qituvchilarni qo'ldan qog'ozni oling bolalar bilan ishlashga yordam bering ora-orada ular bilan o'qituvchilarni o'zi bilan ham networking qiling boshqa maktab bilan boshqa maktab o'qituvchilari gaplashsin ko'rsin xususiy maktablar yoki to'pda turadigan maktablardan odamlar kelsin nima deydi networking bo'lsin ular bir-biri bilan opit almashsin albatta bo'ladi bolalar o'zim bola tarbiya qilaman bilaman-ku agar o'tirib kitob o'qisam u bilan agar u bilan bir narsa yasasam qizim ham indamay o'tiradi lekin qo'y tegma telefon ber bo'ldi mani qizimdan yomon qiz yo'q lekin ishlasangiz sizni bolangizdan yaxshisi yo'q u albatta nafaqat o'qituvchi ota-onadan ham zavist qiladi ota-ona ham faqat talab qilmasdan uyda ham o'zi shug'ullanishi kerak qani nima o'qiding uyga kelsa ota-onadan bitta yaxshi gap eshitish kerak bir ma'noli gap eshitish kerak dasturxonni boshida bir bidimasda ota-onani o'zini ham bir traditsiyasi bo'lishi kerak kelganda hamma birga ovqatlanishi birinchi ovqatni dada boshlab berishi mana bunaqa qadriyatlar ham uyda ham bo'lishi kerak u narsani ko'rmagan bolani maktabda men tarbiya qiling men uring afsuski foydasi yo'q endi o'qituvchiga men aytaman-da ta'lim qachon yaxshi bo'ladi ota-onalar
bolasiga qachon e'tibor beradi? Qachonki o'qituvchiga 2 qo'yishga huquq berilsa. Albatta. Hozir juda ko'p tanishlarim o'qituvchi maktabda necha marta o'zim guvoh bo'lganman. Baho qo'ymasa srazu direktor telefon qiladi. Bahosini yopmasa, "Yo'q, 2 qo'ya olmayman unga." Yo'q, 2 qo'ymang, 3ni qo'ying. Mayli keyin chora ko'ramiz, u bu hali dam solib o'qituvchiga kundalik kom deydi. Da. Yoptirib yuboryapti, misol uchun-da. Bu baribircha qanaqadir tizimli problema-da. Mana Albatta. boya aytdik-ku, hali bir-biriga ulanib kelaveradi. kelaveradi. Bu ayniqsa nima deydi, kundalik komga bitta kirib qo'yinglar, tepada tekshiruv bo'lyapti. Tekshiruvga biz galochka qo'yishga kirishimiz kerak. Yo yetmayapti, misol uchun. Kundalik kom kiringlar, bolanglar nazorat qilib turinglar deyilmayapti. Biz tepada tekshiruv bo'lyapti deb qo'yishadi. Bu ham mana shu xatodir. Bu tizim kiritildi, lekin tizim yaxshi ishlashi uchun kadrlar, nima deydi, kommunikatsiya, mana siz o'zi ham yaxshi tushunmayotgan bo'lishi mumkin-da rahbariyat. O'zi yaxshi tushunib olishi, keyin ota-onalarni chaqirishi, tushuntirib berishi, mana bunaqa ko'rsangiz bunaqa bo'ladi, mana bu joyda buni ko'rib turishingiz mumkin. Bilmadim. Kommunikatsiya ham yaxshi emas-da, bizda sifatli emas. Masalan, mana anaqalarga jo'natishadi-yu, masalan, nima deydi, Telegramlarda video anaqalarni jo'natishadi, qanaqa qilish. Endi baribir ota-ona emas-ki, anaqa qilish. Vovlichonni bo'lishi kerak O'zi ham. endi ota-onalar Endi ko'pini men vaqti bo'lmayapti. eski odamlar, to'da endi yengil ham bo'lishi kerak. O'rganish kerak. Biz ham eski davrda Taksi tug'ilganmiz. qanaqa chaqiradi emas-da, endi o'rganish kerak. O'rganish Albatta, kerak. miyani napregat qilsa, miya qarimaydi. Miyani ishlatish Endi xullas biz nima deymiz, insonni o'ziga bog'liq ekan, xullas, hamma narsa. Ha, albatta bu Albatta, bola tarbiyasi bu bitta juda katta mas'uliyat, butun umrga mas'uliyat. Umid qilamanki, shuni tushunadigan mas'uliyatli ota-onalar bizni eshityapti. Bolaga Ko'paysin. mas'uliyat bilan qarang, ko'paytiring. Bunaqa odamlar ko'paysin, ota-onalar qancha uyda ongli ota-ona bo'lsa, hattoki mayli o'zini qadriyatiga ega ota-onalar bo'lsin, kitob o'qiydigan bola kelib maktabdan kelsa, ota-onasi kitob o'qib o'tirganini ko'rsa ham, yoki chiroyli bir duoni chiroyli ayta oladigan odam bo'lsa ham, ertakni o'ylab topib ayta oladigan bo'lsa ham, suhbatlashganda mazza qilib gaplashadigan ota-onasi bo'lsa ham, bu как minimum bolani ongini oshiradi. Hop qarang, bolani ilmli bo'lishida bizani mentalitetdan kelib chiqsak, kimni roli kattaroq, onanimi, otani? Hozirgi paytda nima deydi, ona baribir ko'p bola bilan vaqt o'tkazadi. Men ona deb hisoblayman. Lekin onani ahvoli, psixologik ahvoli, holati otaga ham bog'liq. Ota onani nima deydi, barqarorligiga javob beradi. Barqaror. Uyda masalan ro'zg'or muammosi bo'lmasa, bolalarga masalan dadangga aytaman degan paytda dada o'zidan o'zi mana urib ketaveradigan abyuzer emasda, o'tirib nima bo'ldi bolam deb gaplasha oladigan, bosiq, komil inson bo'lsa, ota onaga nima bo'ldi xotin, qo'rqma, qil, men senga yordam beraman deb tursa, tirgak bo'lib bersa, tayanch bo'lib bersa, ona ham bemalol tarbiya qiladi. Lekin shunaqa vaziyatlar bor, ba'zida bola bilan ko'proq otalar bo'ladi. Unaqa vaziyatda ham baribir partnyorstvo. Ota hozir deyapsiz-ku, bundoq bir o'ylab qoldim-da, bu faqat hozir emas, eski asrlardan beri shunaqa ekan, onaga bog'liq ekan. Onaga bog'liq bo'ladi. Mana Onadan o'sha 70% Imom al-Buxoriy kimni sharofati bilan al-Buxoriy bo'ldi? onani. Thomas Edisonchi, misol uchun. Albatta. Yoki o'sha Abu Hanifa deymiz, Imom Azam. O'sha ham shu onasining sharofati bilan shunchalik bir mazhabni boshlagan odam-da. Albatta. Shu uchun ham bekorga Amir Temur kelin tanlashga siyosat darajasida qaramaganda. Ayollarni, qizlarni o'qimishli qilish kerak. Chunki ular masalan ertaga butun avlodni tarbiyalaydi. Bu juda ham muhim narsa. Lekin oila degani bu har doim partnyorstvo. Juftlik birga ishlashi kerak. Tarbiyani ham birga qilish kerak. Masalan, men senga yo'q dedim desa, dadasiga dada oyim yo'q desa, men senga xo'p dedim desa, bu qani partnyorstvo, qani hamkorlik? Onani na avtoriteti bor, na dadani avtoriteti bo'ladi ertaga. Hech qanaqa avtoritet bo'lmaydi. Oying nima dedi?
demak shuni qilamiz. Dadang nima dedi? Demak shuni qilamiz. Dadangdan so'ra, oyingdan so'ra. Hamjihatli bo'lsa, ularni o'zini o'zaro munosabati namuna bo'ladigan darajada chiroyli bo'lsa, bolalarga gapirish ham shart emas. Bolalar ko'rganiga qarab o'sadi o'zi, namunaga qarab o'sadi. Agar hammamiz faqat eshitganimiz, pand nasihatni miyamizga singib, o'sha bo'yicha katta bo'lganimizda hammamiz komil inson bo'lardik hozir. Biz ko'rganimizga qarab katta bo'lganmiz. Shuning uchun ham hozir ko'chaga chiqsangiz, restoranga borsangiz, kimdir dasturxon o'sha tarelkasini ichiga salfetkani ham tashiydi, achuchuni ham tashiydi, hamma chiqindisini tashiydi. Kimdir alohida qilib qo'yadi, kimdir piyolani bir-biriga solib qo'yadi, kimdir turganda, o'tirganda nimadir gapiradi, nimadir qiladi, o'zini odati bor va bu uydan kelgan. Rakvinada qo'l yuvishgan bitta qarang, qo'l yuvayotgani o'chirib qo'yib qo'lini yuvadi, suvni ekonom qiladi, chunki uni uyda aytilgan, bolam suvni oqizma, isrof qilma, uvol qilma deyilgan. Salfetka olganda 10 talab olmaydi, ikkitasi yetadi, chunki u farosatli, ikkita yetadi menga. Tekin degani olib tashlash kerak degani emas, chunki uni uyda bo'lgan bu narsa. Mana shu hamma narsa melish bo'lgani bilan soft skill, ya'ni fundament bo'ladi bolaning tarbiyasiga. Bizda hozir nima bo'lyapti? Bola pustoy hali, u jamiyatda o'zini qanaqa tutishni bilmaydi, gigiyena qoidalarini bilmaydi hali, oddiy gaplashishni, o'zini emotsiyalarini hali tushunmaydi, lekin unga tezda til, matematika, boshqa, uni hard skill, ya'ni og'ir qobiliyatlar, og'ir bilimlarni beryapti-da, lekin mana bu yerda birinchi soft skill bo'lishi kerak. Yengil bilimlar. Yengil bilimlar bu choyni to'g'ri ichish, idishni borib yuvib qo'yish, patinkasini taxlab qo'yish. Bu oddiy, lekin o'rgatilishi kerak bo'lgan, uyda o'rgatilishi kerak bo'lgan qobiliyatlar. Bilimlar. Bundan keyin agar siz bersangiz matematikani, bundan keyin agar siz bersangiz, u jamiyatda ham o'zini tuta oladi. Bilimi ham bo'ladi. Pustoy narsaga, tasavvur qiling, fundament yo'q narsaga faqat bilim bersangiz, nima bo'ladi u? Bilimli tupoy bo'ladi. Mana beparasat bo'ladi-yu, o'shanaqa bo'ladi. Ya'ni farosatdan, zo'r mutaxassis lekin jinimga o'tirib tufliydi-da. Lekin boyagi javobingiz juda zo'r bo'ldi. Mana misol uchun ona tarbiyalik qiladi, lekin onaga o'sha eri padishga qilib turish kerak. Masalan, ular ishiga aralashmasa ham, o'sha chetda turib, o'sha imkoniyatlarda qilib berib, sharoitlarda o'sha aytganda, adasi bunaqa deganda, o'sha to'g'ri, anaqa qo'llab-quvvatlash kerak. Bu juda zo'r haqiqiy formula. Yaxshi narsa deb o'ylayman. U ota keyin shunaqa avtoritet bo'lib qoladi-da, oxirgi yechim bo'lib qoladi. Masalan, bolaga ona aytadi, bir aytadi. Shunaqa vaqt keladi, bola onani eshitmay qo'yadi. Bunt qilgisi keladi. Bir aytadi, ikki aytadi, uch aytadi, oxirida dadangga aytaman degan payti, dadaga borganida bu o'sha oxirgi yo'l bo'lishi kerak. Endi men shunaqa tarbiya qilishgan. O'sha dada, lekin o'sha paytda urib so'kadigan emas. Shunaqa psixologik, ongli, aqlli odam bo'lish kerak. Bola bilan o'sha gaplashganda bola tushunishi kerak. Bu o'sha oxirgi qadam. Agar shuni hozir men dadam gapiga kirmasam, demak, последствия bo'ladi. Shuni bilishi uchun ham ota-ona bir-birini avtoritet qilishi kerak. Dadang aytvoradi, oying aytvoradi desa, bu ikkita tomonda ham avtoritet bo'lmaydi. Bola ertaga katta bo'lganda avtoritet sizga kerak. Balog'at yoshiga kelganda avtoritet kerak. Onadan qo'rqib turishi, nima? Qo'rqish emas, hurmat qilishi, nima deydi, yuragida unga nisbatan hurmati bo'lishi kerak. U hurmat avtoritet bilan ko'tariladi. Qo'rqsa hurmat qiladi deydi. Nima edi? Alvasti. Endi bizda baribir qanaqadir qon-qonimizga singib ketganda, ya'ni hech bo'lmaganda egib olish kerak. Bitta qo'rqib olsa keyin endi bilmayman baribir. Lekin baribir uyda bitta odam qattiqroq turishi kerak. Albatta. Lekin ikki Endi tomon qattiq turish ham darja hadda ziyod emas. Masalan, lekin bir tomon u tomon bo'lishi kerak bola. Chunki bola ko'chaga chiqib ketadi. Ko'chadan mehr qiladigan bo'lib qoladi. Yaqin bo'lsa, masalan, qalban yaqin gaplasha oladigan, bola ichini ocha oladigan, qo'rqmasdan. Bola uchun o'zi uy xavfsiz muhit bo'lishi kerak-da. Uyga kirdimi, u qanaqa bo'ladi? Qanaqa ko'chada uni yomon ko'rishadi? Sinfdoshlari nega bilan o'rtoqlashmaydi? U uyga kelganda u hamma miyasidan chiqishi kerak u narsa. Chunki uy muhitda uni qanaqa bo'lsa shunchalik yaxshi ko'rishadi. Dadam, oyim meni yaxshi ko'radi. Bu тут мне безопасно. Agar bolani shunaqa joyi bo'lsa, u ko'chadan hech narsa qidirmaydi ertaga. Nima deydi? O'sha pustotani to'ldirishga harakat qilmaydi. Uyda zo'r bo'lsa, mana men hozir aytsam, to'g'risini aytsam, yolg'on gapirmasam, oyim bilan dadam men tushunadi. Yonimni oladi, tarafimni oladi degan ichida bo'lish kerak-da. O'shanaqa muhitni yaratish ota-onaga bog'liq. Kirgandan bo'lsa, kichkina narsasiga ham baqir-chaqir bo'lsa,
kechirilmasa bola u yopilib ertaga gapirmaydi albatta. Muhit unga nima emas. Va bilasizmi bu qanaqa kelajakda ta'sir qiladi. Bu nafaqat siz bola sizni yoningizda bo'lgan payti, balki kelajakda uni mana bu uyi yuragida, qalbida kichkina orolcha tashkil qilar ekanda. Bu xavfsiz orol bo'lar ekan. Endi psixologik termin. Agar uni uyida tinchlik ko'rgan bola, tinch, bezopasni, xavfsiz zonada yashagan bo'lsa, uyida uni yuragida shu zona paydo bo'lar ekan. Endi u ertaga siz bormisiz, yo'qmisiz, qanaqa hayot qiyinchiligi, chet elda o'qiyaptimi yo boshqa joydami, qanaqa muhit bo'lishidan qat'iy nazar o'zini ichiga kira oladi. Tinchlana oladi, chunki uni ichida halovat bor. Zin deydimi? Halovat bor ichida. U o'zi halovatini evaziga hayotda hamma muammoni yengib o'ta oladi. Sizni eslaydi, gaplaringizni eslaydi, uyni eslaydi, mana shu uy ichiga kiradi. Agar mana shunaqa uy bo'lmasa, zo'ravonlikka uchragan bo'lsa uyda, ichadigan, uriladigan, mana shunaqa zo'ravonlik muhitda ham yashashadi-ku bola. Shunaqa muhitda yashagan bola bo'lsa, u ichida mana shu orolchani o'zi yaratishi juda ham qiyin. Bu ota-ona unga bergan meros, ota-onadan keladi. Afsuski, o'zi yasab olgan nima deydi, vaziyatlar juda ham kam bo'ladi. Endi hozir bizani ko'rayotgan ayrim odamlar bilasizmi nima deyapti? Voy, muncha mahmadanasanlar, chiqyapsanlar, o'zlaringcha bir YouTube'ga chiqmagandan keyin. Mayli, endi boya endi o'tdan mavzudan mavzuga o'taveramiz planni. Albatta. Boya eng katta muammo dedi-yu, suv muammosi deganda, men shu suv muammosining ichidagi eng katta bitta muammoni aytmoqchi edim. Qanaqa o'zi yechimlar, nimadirlar bormi yo'qmi, shuni ham sizdan so'rab olamiz. Mana ichimlik suvi muammosi deyapmiz-ku. Tualetda bizda ichimlik suv bilan yuvamiz-da, ya'ni bachokka bossak, ichimlik suvi bilan 3 litrmi, 4 litr suv bittada bitta knopka bilan 8 litr. ketadi. 8 litrmi? 8-10 litr ketadi. Ketadi. U davlat qanaqadir bir eshitamiz, chet ellarda bor deydi. Что ichimlik suvlari ishlatiladi boshqa. Bizda u qo'rqinchli summalarni egallaydimi? Shunaqa infratuzilma qilsa? Qo'rqinchli summadan tashqari bu muammo kadr yetishmasligida. Kadr shuni hamma ham o'ylamang. Tizimlash bizda bilasizmi, O'zbekistonda muammo tizimlashtirilgan yechim yo'q. Tizimli, masalan, muammo kelsa, bittada yechishga harakat qilamiz. Bitta yechim bo'lsin, bo'ldi, shu bilan yopilsin muammo. Bir xil muammolar bo'ladi, masalalar bo'ladi, ularga tizimli yechim kerak bo'ladi. Birinchi qadam, ikkinchi, 3-chi, 10-chi, 20-chi, 10 yilga, 5 yilga, 15 yilga yechim. Nima deydi? Road map bilan katta tizimli yechim bo'lishi kerak. Mana 1 yildan keyin bunaqa natija bo'ladi, keyin bunaqa bo'ladi, monitoring qilib, katta uzoq yilga o'sha sistemalashtirish, tizimlashtirish kerak bo'lgan yechimlar bor. Bu ham shunaqa yechimlardan bittasi, muammolardan bittasi. Nima endi, mana novostroykalar ham даже bunaqa normani bajarmaydi. Hozircha yo'q, hozir men adashmasam, hech qaysi binoda hali texnik suv oqizilmaydi. Texnik suv o'sha lekin shunaqa innovatsiyalar allaqachon bor. Uyni o'zida suv yig'ish joyi bo'ladi. O'sha joyda o'zi tozalab, kichkina filtr orqali sizga ikkilamchi suv beradi va toza suv beradi. O'shunaqa mexanik, nima texnikalar bor. Bizda bozorda bormi shunaqa narsalar? Eshitganman, mana bu UNDP adashmasam bitta loyiha qildi. Mana shunaqa uy qurdi Toshkent viloyatida. Va uy butunlaycha mana shunaqa o'zini resursini o'zi aylantiradi. Sirkulyar ekonomika ustiga qurildi shu uy. O'zini o'zi ta'minlaydi. Quyosh energiyasi, suv, yomg'ir suvini yig'adi, hojatxonadan chiqqan suvni yig'adi, tozalaydi, yana qaytarib hojatxonaga yuboradi. Yana unitazlar bor, qo'lingizni yuvasiz tepasida, pastga suv oqadi. Yaponiyanikidek. Shunaqa vaziyatlarni ko'rganman bozorlarda, lekin hali biron bir binoda bu qo'llanilganini ko'rganim yo'q. Endi bu o'shani долгосрочный bir qanaqadir yechimmi deyman, deb mana shu suv juda ham ko'p biz ishlatib tashlaymiz. Endi bizda mana SSSRdan qolgan kanalizatsiya tizimi. Bu agar yangilanish kerak bo'lsa, ikkilamchi suv qilinishi kerak bo'lsa, bu butun tizimni yangilanish bo'lmasa ham biroz bo'lsa ham o'zgartirilishi, bu katta summa bo'lsa kerak va qiyin. Endi hech bo'lmaganda deyman, men novostroykachilarga talab qo'ysa, deb, bir o'zini talablari bor, standartlari.
shu standartga kirgizish kerakmi bir qanaqadir mani bilishimcha hozir ular ham o'sha oddiy kanalizatsiya yasashadi va umumiy kanalizatsiyaga bog'lab qo'yishadi hozir hamma Bachokka o'sha qo'yishadi va o'shani yana umumiy anaqaga. yo'q umuman turbalarni o'tkazib chiqib keyin o'sha umumiy katta kanalizatsiyaga ulab qo'yishadi. Shuning uchun ham Sergeliga qarab. Shuning uchun ham qo'rqinchli shaharsozlar bilan gaplashganimizda ko'p aytishadi. Qo'rqinchli, chunki domostroykalar soni oshyapti. Bu tizim eski. Ko'tara oladimi uncha yuklamani, yo'qmi? Chorvoq bo'yidagi Sibriz ham shunaqa loyiha. Biz uni qo'rqamiz. Kanalizatsiya o'tkazsangiz, xo'p, keyin uni Chirchiqdagi stansiyaga yuboradigan bo'lsangiz, suv ostidan o'tishi mumkin trubalar, atrofi dumaloq qilib o'tkazishingiz mumkin. Mayli yorilmasligi mumkin, yorilmaydi deb aytayapti endi. Xo'p, stansiya ko'tara oladimi bu yuklamani? Ular boshida aytganda stansiya quramiz o'zimiz inshoot quramiz deganda. Keyingi eshituvda yo'q, o'sha eng yaqiniga ulab qo'yamiz dedi. O'sha truba orqali tizim yaratamiz. Tizim yo'q hozir Chorvoqda bo'yida dedi. Qo'rqayotgan asosiy masalamiz ham shu, yorilib ketsa-chi u stansiya, ko'tara olmasa-chi u yuklamani. Mana shunaqa vaziyatlar bor-da. Bu ekologiya bilan, innovatsiyalar bilan, ekonomika bilan bog'liq hamma narsani o'ziga jalb qiladi. Hamma tomondan yechim bo'lishi kerak. Mutaxassislar birlashib boshini ortidan tangimday qiladi-ku majlis. Nima qilamiz? Ana podshoh kasal. Aylanib kelib yana majlis, ana yana majlis. Shunaqa bu majlis bo'lishi kerak-da. Ko'proq maslahatlashish, ekspertlar bilan ishlanilishi kerak. Bu birdaniga hal qilib qo'yib bo'lmaydi. Uning uchun boyaga aytganingizdek bilimli bo'lish kerak. Yana bilimga borib taqalamiz, yana bizga kadr kerak. O'zimizni kadrlar kerak. Chunki chet eldan olib kelsak, не выгодно. Bunday o'ylab qarasam, hisoblab chiqsam, не выгодно ekan. Lekin qaraymiz, chet eldan olib kelamiz o'siz. Ko'p baravar chet eldan olib kelib ishlatishyapti, araq qilish kadrlari ham nima shunchalik bizlarnikilar shu darajada anaqa deyman. Shunga mana jig'ib Iron bo'lyapti. Aytmoman-ku, biz bilim darajamiz aslida darajada kam xalqaro normalardan ancha past. Biz rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kiramizda. Masalan, top universitetlarimiz nechta bizda? Topga kirganda dunyo bo'yicha juda kam. Adashmasam irrigatsiya mana bu yil kirdimi? Endi top degani u nechtalik? Top 100, top 500, mayli top 500 taga. Ha, irrigatsiya shu bu yil kirdi adashmasam. Turdagi universitetlar ichidami? O'sha topga kirdi, masalan, dunyo bo'yicha top 500 tagami kirdi irrigatsiya, adashmasam. Bizda masalan, men eshitganim yo'q, qaysidir universitet dunyo top universitetlari ro'yxatga kirdi degan narsani. Kam bizda masalan bunaqa narsa. Ta'lim sifati ham juda yuqori emas. Aniq fanlar ayniqsa tushib ketdi oxirgi payt. Matematika, bazaviy ma'lumotlar, bazaviy bilim past. Odamlar oddiy foiz chiqara olmayapti. Oylik. Ayting shuni. Maktabda biz hamma narsani chizib, o'rganib bilardik, chunki o'qituvchimiz zo'r edi. 48-maktab, salom aytib ketaman. Juda ham zo'r o'qituvchilarimiz. Men hammasiga rahmat aytaman. Domlamiz bor edilar. Shunaqa zo'r o'rgatganlar. Matematika, algebra, geometriya zo'r o'rganganmiz. Lekin hozirgi men bilgan narsalarni meni o'sha yoshda bilish kerak bo'lganlar bilmaydi. Afsuski shunaqa. Men o'zim maktabda unaqa 5 bahoga o'qimaganman. 5larim bo'lgan. Asosan 3-4 bo'lgandi. Yo, ashulada 5. Menda ham shunaqa bo'lgan, musiqada 5 bo'lgan. Yo, mana 3 ga 4 ga o'qirdim-da. Lekin hozir mana ayniqsa ko'zi ojiz abituriyentlar imtihon topshirganda qoida bo'yicha shunaqaki vakil keladi qabul komissiyasiga. Toshkentdagi bir qancha universitetlarga meni chaqirishadi vakil sifatida komissiyaga. Ali bizni olgan bilimli men aytaman, men 3 ga 4 ga o'qiganman. Bitta shunaqa holat bo'ldi. Qizil attestat bilan kelyapti institutga. Lekin aytayapman, tasavvur qil, sani qo'lingda 100 so'm bor. Shu 100 so'm 2 marta 20% ga ko'paytirsang nech pul bo'ladi desa, chiqarib bera olmadi. Lekin qizil attestati bor. Tushunasizmi? Aytaman-da, haqiqatda oldingi ta'limma baribir sifati yaxshi bo'lgani, hali savollarni eshitib o'tiraman. Agar meni maktab bitirganimga masalan necha yil bo'lib ketdi ujada? 20-30. Misol uchun 20 yil qarib bo'lgan bo'lsa ham, agar men hozir shu imtihonni topshirsam, 3 oylik bo'lsa ham kirib ketaman o'qishga deyman-da. Ularga podдержка qilish kerak. Endi
ozgina anaqa qiling, bir поддержка qilib yuboring, odam bo'lar. Endi eti sizga, suyagi bizga, bu deb amallab masalan поддержка qilamiz. Lekin уровень pasayib ketgan. Ta'lim sifat pasaygan. Bu juda ham bilinadi. Lekin bitta shunaqa tendensiya bor. O'sha men o'zim o'qigan internatda o'qiganman-da, endi ko'z oz bolalar maktabda o'qiganman. O'qituvchilar bor, o'sha eski paytlardan beri ishlayotgan o'qituvchilar. Lekin baribir umumiy tushib ketgan urovingda. So'rasangiz, o'qituvchilar bolalarni ayblaydi, bolalar o'qituvchilarni ayblaydi. Ota-onalar o'tda pul topishi bilan band. Boshqa haqiqatli tizimli problema-da. Endi men o'ylaymanki, javobgarlik degan narsa bizda jiddiy qaralmaydi. Mana ko'rdik, Sardoba. Javobgarlikdan qochishadi ko'pchilik. Yo'q, gap qochishda emas. O'zi bizda masalan isbotlansa ham, deylik, mana oddiy daraxt kessa, nechidir million bilan qutulib ketyapti-da. Lekin uni zararini mana moddiy zararni hisoblab chiqadi. U ma'naviy zarar behisob-ku masalan. Necha yilga masalan ta'sir qildi. Mana Samarqandda ko'rdik, olib chiqildi, misol uchun daraxtlar kesilib ketdi hali. Chinorlar. Bulvardagi. U nima to'ladimi, to'lamadimi? Masalan, qanaqadir juda ham og'ir jazolarni realniy qo'yish kerak deb ham o'ylayman baribir. Nazorat kuchli bo'lishi kerak. Nazorat ham kuchli bo'lishi kerak. Misol uchun odam o'ldirsa baribir qanaqadir jiddiy jazo qo'yadi-ku, bu ham baribir odamlarning hayotiga tahdidku, masalan daraxt kesishmi yoki kislotani oqizishmi yoki da mana bildik Margomush qabristoni bor ekan. Yetti uxlab tushimizga kirmaganda. Hop shuni chorasini ko'rmagan odamlar nimaga javobgarlik tortadi? Yoki Sardobani ko'rdik, 7 ta odamni otini yo'yitmadi. Nimadir bo'ldimi? Men to'g'risini aytsam, bilmadim oxiri nima. Men bilmay qoldim nima bo'lganini, nima javobgarligi tortildi ular misol uchun. Hech kim bilmay qoldi. Odamlarni baribir mana o'sha chorva suv bor masalasi ham esdan chiqib ketdi, javobgarlik yo'qligi uchun. Susaydi-da. Javobgarlik yo'q, odamlar уже unutdi bo'ldi. Ichimlik suv muammo, bu degan fikr yo'q miyasida hozir. Bu o'sha uzoq vaqt bitta muammo yuraveradi-ku, bilasizmi? Trendga chiqib. Yo'qmi, uzoq vaqt muhokama qilinaveradi, keyin shunchalik o'rganib qolasiz bunga. O'sha qiziqmay qo'yasiz. Shunaqa qiziqish yo'qolib qoladi-da. Va o'sha oxirida nima bo'lgani, qanaqa realniy jazo olindi, olinmagani mavhum bo'lib qolib ketgani ham odamlarda nima deydi, nazorat tizimiga ishonchni pasaytiradi. Unutiladi. Mana anaqada Angrenda 2 yil oldin Dukent daryosiga benzin oqib ketdi 11 tonna. Bilmasdim men buni. Bilmasdingiz? Yo'q. Qo'ying, nima bilaman. Ya endi xursand bo'ladigan narsa emas u. Baribir mana Nargiz Qosimova ham gapirib chiqishdi shu masalani, даже BBC-larda olib chiqildi, u bo'ldi. Qanaqadir bir hech qanaqa mediada chiqmadi-da. Mana shunaqa ekan, chet eldagi ayrim ishonchsiz manbalar baribir bildik, eshitdik-ku, masalan o'sha Ozodlik radiosi boshqasi ham informatsiyalarni qanaqa передавать qilishini masalan-da. O'shalar olib chiqyapti, lekin o'sha odamlarda ishonch yo'q ularga. Misol uchun-da, nima bo'ldi, nima qo'ydi, o'tda u nima deydi? Flora tizimi deydimi? Flora fauna. O'shalar muammo-yu, qanchadan qancha qushlar o'tda qirilib ketgandir. Undan tashqari tuproqqa singib bu odamlarga oziq-ovqat tarkibida keladi baribir. Bu tabiat tizimiga tushdimi biron bir chiqindi, xavfli toksik modda bo'ldi, u baribir odamni stoliga keladi qachondir. Balki sizni stolingizga emasdir, bolalaringiz stoliga keladi-da. Shuning uchun ham bunga e'tiborsiz qarash kerak emas. Mana shu bizda mana shu yopiqlik siyosati bor-da hali ham. Ma'lumotni ochiqlamaydi, o'zimizni manbalarga bermaydi yoki mana chiqib, biz xato qilib qo'ydik. Mana bunaqa yechim qilyapmiz deb chiqmaydi. Bekinib o'tiradi yoki ignor qiladi, gapirmaydi. Yoki keyin bosim bo'ladi sizga, o'chirib tasha, olib tasha, nima qilding dedi. Yoki ota-onangizga chiqadi, yoki yaqinlaringizga chiqadi. Nima qilyapti bu, nimani olib chiqyapti. Mana shu
bosim ham ko'p nimalarga buzib qo'yadi-da. Jurnalistik surishtiruv, umuman jurnalistik masalalarga ochiq bo'lish kerak. Chunki jurnalist o'rtada xalq bilan nimani hukumat o'rtasidagi bog'lovchi. Ovoz. Ha, bularni eshitish kerak, bularga berish kerak. Agar o'rtada yaxshi kommunikatsiya bo'lsa, xalq yaxshi eshitilsa, hukumat yaxshi eshitilsa, bir-biriga to'g'ri javob bera olsa, kommunikatsiya bo'lsa sifatli, nima deydi, nimalar bo'lmaydi-da, bir-biriga nima deydi, ishonchsizlik bo'lmaydi. Ertaga bu katta muammolarni oldini oladi. Xalq chiqib ketmaydi, turib ketmaydi, jahl qilmaydi. Xalq ishonish kerak tepada. Xato qilsa ham xatoni tan olib, to'g'rilab qila oladigan, ertaga yechim bera oladigan odamlar o'tiribdi degan narsani sezish kerak. U bekordan bekor nima, o'zini osh-ovqatini, ro'zg'orini, tinchligini tashlab chiqadimi odamlar? Bekordan bekor xavfli o'sha narsani haqida o'ylash xohlaydimi? Yo'q. Agar hukumat chiqib, "Ha, biz xato qildik. Mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa qildik. Endi mana bunaqa yechim qilyapmiz, sizlarga aytib turamiz. Savolingiz bo'lsa, mana bu raqamga qilinglar" desa, ishlasa rostdan shu raqam, muammo yo'q. Bir masalan, nima deydi, ko'tarilar, nima deydi, savollar, telefonlar, ikki keyinchalik ishonch paydo bo'ladi. Xalq bilan hukumat birga ishlashni boshlaydi. Bu juda ham yaxshi. Faqatgina bizda shu hali ham tuzum o'sha nima deydi, eski bo'lib qolganda baribir ko'p joylarda. Endi xalq ham boshqa narsalarni talab qilyapti-da, mana qarang, o'sha Toshkentga benzin oqib ketgan. Odamlar chelakda benzin yig'yapti. Ey jinni, o'sha yerda kimdir, niday bo'q masalan-da. Bitta sigaret yoqib olsa, bang-da, bo'ldi, pishdi-da. Sразу, давай, bosaylik. Qaytarib oldim hamma gapimni. Shuncha gapirganim. Nimaga gapirdim, shuncha gapirdim. Ya endi baribir qanaqadir odamlarimizni ham baribir biz ham mana blogerlar shu xizmatni qilishimiz kerak. Odamlarga aytishimiz kerak. Hali qarshiki qo'ldan chiqadi o'rtoqlar. Faqat mana davlatdan talab qilmasdan o'zing ham kichkinagina bitta hissingni qo'sh. Ana bitta rivoyat bor-ku. Podsho buyuradi, katta hovuz qurib, hamma shu yerga bir kosadan sut quysin. Ertasiga kelsa bir tomchi ham sut yo'q. Nimaga fuqaro o'ylagan? Ay, men bormasam ishlar o'zgarmaydi. Tushunasizmi? Hamma butun xalq shunaqa deb o'ylaydi. Qanotlarda millionda hokim buva gilab berib yuborsa, oxiri dasturborga boradi. Shunga o'xshagan narsada. Lekin basha aytosizlarki, basha ko'pchilik mana xalq chiqib keladi. Ay, bu prezident bu juda qarshi va boshqa narsaga. Haqiqiyda. Birinchi navbatda o'sha xalq o'zi birlashishi kerak. To'ppa-to'g'ri aytdingiz-da. Misol uchun mana nima bo'ldi? Oddiy misol karantin paytida foyda ko'rgan kim bo'ldi? Maskachilarmi? Maskachilar xalq bo'ldi-da. Lekin qaysidir kuni ham bir svet o'chdi, esingizda bo'lsa, 3 kun svet bo'ldi. May, yanvar. Qozog'istonda Badr bo'lgan. O'rta Osiyoda o'chdi, suvlar ham o'chgan. Men bir soatdan keyin uyimga suv olib kelaman deb magazinga chiqdim. O'sha yo'q, suvni narxini ko'tarib olib tashagan. Makalashgan suvlarni. Men uyimga majbur bo'ldim o'shani. 5 ming suv o'tdizmi? Yaqinda havo ifloslanganda ham. Majbur bo'ldim uyga 7 ta makalashganda suv olib kel. Suvni narxini baloq, shag'ablar narxini kim qildi o'sha davlat qilmadi, to'g'rimi? O'shani xalq qildi. Havo ifloslangan paytda ham apparatlar, havo tozalovchi apparatlar 3 million edi, 7 millionga ko'tarilib ketdi-ku. Ana ovoz oqib yetadi. Maymunlar chisno yeyapti. Bana yemay qo'ydi deydi. Shunga o'xshagan. Shuning uchun boya aytasiz, to'g'ri. Bu narsani qani bari xalq davlatga sovurish kerak emas. Xalq o'zi ham harakat qilish kerak. O'zi aslida biz shunaqa xalq bo'lganmiz. Bir-biriga andisha qiladigan, bir-biriga ilinadigan, birovni haqqidan qo'rqadigan. O'zi aslimiz shunaqa, o'zligimiz shunaqa. Faqat qaysidir avlod kelasi avlodga shu qadriyatlarni bermadi-da, tushunasizmi? 21-asrda shunaqa bo'ldi. Yo'q, mana bu qadriyatlar bo'ladi-ku, masalan, sizning uyingizda bordir shu qadriyat. Kelganingizda hamma birga o'tirib ovqatlanadi. Katta odam boshlab beradi. Qaysidir oila, mana katta odam shunga mas'ul-ku, to'g'rimi, bolalar shuni ko'rib o'sishiga. Qaysidir odam shuni qilmadi-da. Shu narsa o'tib ketdi. Kimdir o'sha suvga narsa tashadi, bolaning ko'zini oldida. Bolalar keyin shunga qarab o'sdi. Mana shu biz yo'qotib qo'ydik. O'rtada o'zligimizni yo'qotib qo'ydik. Aslida mana kinolarni ko'rsangiz, mana Ilhaqda ham ko'rsatilgan, o'zi nima deydi, kitobda yozilgandi-ku shu joyi.
urush payti sigir bitta hovlida bo'ladi. O'sha sigirni suti hammaga beriladi. Shunda kelinlar aytadi, "Oyijon, bu safar sutni bermaylik, bolalar o'zi to'yib icholmayapti" desa, "San qanaqa qilib og'zida bolangni og'zida sut hidi kelib tursa, men ko'chada qanaqa qilib yuradi bolang?" deb aytayotdi-da. Xuddi shu narsa masalan hozirgi zamonga ko'chirsak, ko'chaga chiqqaningizda bolangizga plashatkaga borganda, qo'liga marojna olib berasiz. Hamma bola 20 ta bola ana marojna ko'radi. Kimdir puli bor, kimdirki yo'q, kimdir mana shunaqa marojna olib bera olmaydi. Ana bola chiqib yeydi. Aytish kerak, bolajonim, ichkarida, yur, ichkarida yeymiz, boshqa qilamiz. Bu ham mana hozirgi zamonga ko'chsa qanaqa? Ko'z ko'rsin uchun emas. Uyalish, iymanish, birovni oldida shuni suqib ketmasin. Shu balki imkoni bordir, balki yo'qdir. Instagramga gul berdi men, turmush o'rtog'im menga. Gul berdilar menga, mana bunaqa mumkin qo'yish. Chiroyli, odamlar havas qilishi mumkin, lekin kimdir ko'ngli og'rishi mumkin. Bu narsani o'ylash bor. Kimdir masalan yo'qdir eri, kimdirda masalan o'lgandir masalanda, kimdir masalan gul olib berishga imkoniyati yo'qdir. Mana shunaqa narsa bir-biridan iymanish bo'lgan bizda. Hozirgi zamonda shu yo'q, uyalish qolmadi, iymanish qolmadi. Va mana shuni mayli hamma qilmasin, lekin siz sekin-sekin o'zingizni tarbiyangiz orqali ko'rsatsangiz, bolalaringiz shunda o'ssa, u baribir bir joyini o'zgartiradi. Masalan, sizni bolangiz ertaga o'qituvchi bo'lar. 30 ta bolani shu qadriyatlar bilan tarbiyalaydi. Xo'sh, uni o'qituvchidan ko'p narsani ko'rib bolalar tarbiyalanadi. Boshliq bo'lar, qo'lida 2 ta ishchi bo'lar, o'sha 2 ta ishchiga shuni o'rgatadi. 2 ta ishchi uyga boradi, 4 ta bolasiga o'rgatadi shu narsani. Bu sekin-sekin tarqaladi. Faqatgina qadriyatlar unutilmaslik kerak. Nima deydi? Hozir qadriyatlarni eskilik sarqiti deyishyapti-da. Mana shu juda ham meni xafa qiladi. Yo'q, nimaga o'zbekchilik bekordan bekor qadriyatlar bo'lmagan hamma narsani tagida ma'nosi bor. Arapada osh berishlar bo'lardi-yu. Oddiy masala. Hamma mahalla yugur bolalar u yoqqa, bu yoqqa kutardingiz, kimni osh chiqdi, hamma yeb. Bu birdamlik edi. Bilasizmi nima? Mana Hindistonda mana masalan-da, Hindistonda odamlar qiyin yashaydi. Aholi nima deydi? Kurashish kerak. Mana Hindistonni aytsa bo'ladi, yashash uchun kurashish kerak. Lekin ularning xalqi juda ham depressiyaga tushib qolmaydi. Nimaga? Chunki ularning umumiy bayramlari bor. Holi bor, boshqa bor. Ular ko'chaga chiqib o'ynaydi-da, parini chiqaradi. Ular bir-birini hamjihatligini biladi. Mana buni odam taftini odam oladi. Da, buni masalan puli yo'q nonga, meni ham pulim yo'q. Biz ham mana ikkalamiz menga o'xshagan muammoli odam bor degan narsani biladi-da, tinchlanadi. Bizada mana shunaqa birdamlilik bo'lgan bayramlar yo'qolib ketdi-da. Mana Navruz, sumalak, hayitda osh chiqarish, ko'chaga chiqib mana gaplashib o'tirish, muammolarni hozir hech kim gapirmayapti. Hamma men uni oldim, men 18 yoshda buni oldim, qildim. Men yoshini aytadi-da, nima qilasan? Xo'p, hammani o'zini umrida qachondir beradi rizqini. Nima keragi bor? Men bu yoshimda buni oldim. Albatta uni ko'rgan odam o'zini solishtiradi. 18 yoshga olib, men 40 yoshda nima qildim deydi. Depressiyaga tushadi odam. O'zini hayotdan noliydi. U agar taksist bo'lsa, kelgan mijoz puli kamroq chiqqan bo'lsa, unga zahrini sochadi keyin. U Yandex chiqardi shu pulni masalan-da. Shuncha pulga shuncha joy chiqibdi deb yo'l bo'yi javrab boradi u odam. Mana odamning jahli chiqadi. U ishga boradi-da. O'qituvchi pul bermasa oyligini, oyliga ko'ziga kam ko'rinishi boshlaydi, o'zini past ko'rishi boshlaydi. Bu ketdi. Hammani настроениясini buzadi-da. Odam o'zini shukr qila olmay qoladi u hayotidan, boshqasidan. Mana shu ko'z bo'yamachilik, maqtan odamning dardini olmaslik jamiyatni buzib yuboradi. Qanaqa oddiy dialog mana. Voy, men shu siqilyapman, ishim o'xshamayapti desa, voy, men ishim zo'r demaysiz-ku, to'g'rimi? Bu parasatdan-da, oddiy. Zo'r oila olman, zo'r joyga chiqdimman demaysiz-ku, yoki men dadam sog'ibman, o'tib ketganlarga mana 1 yil bo'ldi, men dadam bilasanmi, kecha menga sovg'a olib keldilar demaysiz-ku, to'g'rimi? Parasat. Xuddi shu narsa. Siz dardkash bo'la olsangiz, birovni dardini his qila olsangiz, empatiya deyiladi hozirgi tilda. Empatichni bo'lsangiz, jamiyat o'zidan yarqirab ketadi-da, yashnab ketadi. Faqat shu bir-biriga bahamjihat bo'lish. O'sha yetkazdi boyagi bular hammasi shu o'zbekchilik kiradi. Aslida o'zbek biz hozir o'sha
aytganingizdek o'sha 21-asrdagi nimaga o'sha Yevropaga taqliddan boshlandi bu narsa. O'sha boyaga aytganimda maktabga kelishamiz, ular hammasi Yevropada. Mana shu aytayotgan narsalaringiz ham hammasi oddiy misol Instagram, Nega juma TikTok. kunlari do'p kiyib challenge qildi? Endi bu o'sha nima deydi? O'sha narsa chiqqandan keyin qaror Majburiy chiqqandan bu. keyin qilyapti-da, majburiy qilingandan keyin. Masalan, oddiy misol Instagram, TikTok hammasi Yevropadan kelyapti bunday qaragan. Mayli shuni ham masalan ozgina o'zimizning o'zbekchiligini olib chiqaylik. Haqiqatdan aytganingizdek men sog'inaman o'sha davrlarni, Navruzlari, Sumalilari, yo o'sha Arafada osh tarqatishlari, o'sha davrlarni sog'inaman haqiqatdan. Yevropa O'sha narsani deymizda- olib chiqaylik. To'g'ri. Yevropa deymizda, lekin Yevropaning ham yomon tarafini olamizda. Masalan, Germaniyaga borsangizchi, nemislar nemis bo'lgani bilan sizni vaqtingizni hurmat qiladi. Sizni haqqingiz bu, vaqtingiz. Sizni kutirmaydi. Sizni ovqatingizni olmaydi. Ko'chaga shunchaki Adolatli. ko'chaga shunchaki sabzavotlarni qo'yadi, korobka qo'yib qo'yadi. Sotib olasiz, vijdon bilan tashab ketasiz. Bir-birini vaqt kechqurun uyqusini buzmaslik, soat 8 dan keyin shovqin qilmaydi, qo'shni uxlayapti. Boshqa hamma bir-birini chegaralarini hurmat qiladi. Bu ham aslida bizda o'zbekchilikda bo'lishi kerak bo'lgan narsa-da. Biz Yevropa deymizda yomon tarafini olamizda, lekin Yevropaning yaxshi taraflarini, bilimga chanqoqlikni, oddiyroq yashashni, masalan, hashamatga berilmasliklarni ko'rmaydi ko'zimiz. Men bu narsaga qarayman. Oddiy meva, shirinlik bilan Da. to'y qilishni o'rgandik. Da. Men kichkina mehmondorchilikni ham vahima qilmasdan, o'zini yo'g'ini bo'rttirib yubormasdan, maqtanish yo'q-ku masalan Yevropada. Yevropada hozir telefon ko'lab ovqat yeyotgan odam ko'rmaysiz. Kofe ichadimi? Bo'ldi, suhbatdosh bilan gaplashib o'tiradi. Chiroyli nima deydi, quyosh botyaptimi? Hech kim anaqa qilib yotgan bo'lmaydi yoki gul bersam anaqa qilib yotmaydi. Xohlasang ber, xohlamasang berma. Munosabatlar baribir hamma o'zini millatidan, qadriyatidan kelib chiqib shakllanishi kerak-da. Va shunaqa narsalar bor, ular vaqt tanlamas, o'zgarmas bo'lishi kerak. Bu yaponlarni misol qilsak bo'ladi. Yaponlarda qadriyat avloddan avlodga o'tgan. Mana shu salomlashish, mana shu hurmat, mana shu tabiatga bo'lgan mehr ular avloddan avlodga beradi. Qadriyatiga juda ham qattiq o'shiydi. Bizning qadriyatimiz. Chunki bir marta men o'sha Yaponiyada men bilmabman, tarixiy joyga kirdim. U nima deydi, ibodat qiladigan joy ekan. Ibodatxona. Men rasmga tushib yotibman. Qizimni rasmga olib yotibman o'zi. Uzoqroqda odamlar ibodat qilishayotgan ekan. Odam o'sha yerga qaraydigan odam kelib, ular men aytmayapti. Qaraydigan odam kelib nazoratchi aytibdi, bu mumkin emas. Bu hurmatsizlik. Men aytdim, o'zi odamman, ovozi eshitilmaydi, telefonimni chiq qilmaydi. Desam yo'q, mumkin emas. Ular ibodat qilyapti, sen ularni hozir nima deydi, ruhiy holatiga zarar beryapsan dedi-da. Lichniy prostranstvosiga kirib Ha, bu qadriyatini hurmat qilyapti. Bizda masalan xohlagan narsasini qilsa turistga uklab kelyapti-ku deb qo'yishlari mumkin. Yoki mana bu ko'llarimizga borsa, boshqa qilsa, musorlar tashab ketsa, turistlar kelyapti zato. Deyiladi, musorlar yig'ishtirib yuboriladi. Yo'q, qadriyatingizni turistmi u? O'zimiznikimi hurmat qilish mana shunaqa narsalardan boshlanadi. Men keyingi safar borsam unaqa qilmayman albatta. Keyingi safar o'sha paytda ham qarab yurdim. Hech kimga xalaqit bermayapmanmi deb. Men Ukrainada bir borib ko'rgan edim-da, svetoforda o'tishni. Ko'rsangiz, unaqa katta anaqa emas. Bo'lsa bir ikkita palasali, kichkina. Men o'tib ketyapman. Oddiy shahar, bizanikiga o'xshagan shahar, domlar bor. Magazinga ketyapman. Shunda keldim. Svetofor anaqa turgan ekan, odamlarga yashil turgan ekan. Mashina yo'q. Yugurib o'tib ketaman-da. Birinchi anaqasidan o'tdim, bunaqasi tomonidan o'tib oldim. O'rtada anaqasi bor. Shunda o'tdim-da, qo'rqib qarasam odamlar turibdi. Anaqa yo'q, mashina yo'q. Lekin bizga qizil turgan ekan-da, qizil turgan. Shunaqa uyalib ketdim endi. Va ana joy ikkisi o'tmayapman, to'xtab turaman. Shunaqangi uyalib ketgan. Lekin o'sha yerda bildim haqiqiy tartib, intizom. Mana shu albatta. madaniyat darajasiga aylangan. Aylangan ekan juda. Yaponiyada yomon maza qilib keldingiz, lekin Zo'r maza. qanaqa borib qoldingiz? U yerga madaniyatni rivojlantirish fondi, ICJF fondi global nimada qatnashdi. O'zbekiston pavilyoni ochildi. Yo, ular o'zi sizga taklif bilan Berishdi. Chunki pavilyon barqarorlik tamoyillariga asosan ekologik qurilgandi. Uni albatta ko'rsatish uchun meni chaqirishdi. Borib keldim qizim bilan. Lekin menga hamma narsasi yoqqan bo'lsa ham Yaponiyani aytib o'taman. Men O'zbekistonni juda ham sog'indim. Men o'yladim, qolib ketaman, qaytib kelmayman deb o'yladim. Yo'q.
10 kunga men O'zbekistonga qachon ketaman deb juda ham sog'indim. Chunki Yaponiyada odam o'zini juda ham yolg'iz sezadi. Hamma o'zini chegarasini hurmat qiladi, birovni chegarasiga o'tmaydi, hattoki ko'z kontakti ham yo'q, bir-biriga qaramaydi. Shunchalik individual faqat o'zini qobig'iga urushmaydi. Ha, o'zini qobig'iga o'ralib olgan hamma, shuning uchun men juda ham o'zim yolg'iz his qildim. O'zi bilan o'zi ovora. Ha, ayniqsa ovqatlar mavzusi. Men o'zbek ovqatlariga o'rganganman. Nima bilan o'zbek ovqatlarida? O'zbek Ya'ni ovqatlari. qaynagan guruchlar bo'lmadi. Faqat qaynagan guruch. Umuman o'zi yapon kuxnyasini yaxshi ko'rsangiz yasha olasiz. Men yasha olmadim. O'zbekiston birinchi kelib oshga bordik. Tushim bilan samolyotdan va osh yedik. Yaponiyada qanaqa milliy taomli yo'q o'zbek. Bor, juda ham uzoqda Uzoqda. borish kerak. Qimmat taksi. Yapon ovqatlari o'zi qanaqa? Qaynatiladi ko'pincha. Ko'pincha shu sushi, xom go'sht, Moreprodukti. har xil sho'rvalar bor. Sushilari ham ular xomroq bo'ladi. Unaqa. Ha, keyin halol narsa topish qiyin. Ha, shunaqa. Asosan o'zlarining kuxnyasi hamma joyda. Lekin mana shu Polshaga jahon chempionatiga borishdi-ku, bizlar Kamarda o'sha payt bor bo'ldik. Shashkachi. Va shashkachilarimiz borib kelishdi. Ular qiynalishdi-da. 3 kunmi, 4 kun qiynalishdi. Ular yetishi bo'yicha keyin qiynalishganiga nimaga ovqatini yeyishyapti. Mana bizda halol, mana cho'chqa go'shti yemaymiz. Ular yog'i ham xuddi shunaqa keyin ular nima qildi? O'zbeklar uchun tovuq qovurib pishirib berishdi. Endi pishirib bergan bitta idishga qo'yib qo'yishga. O'sha har kuni shani. O'sha yo'q, gap har kuni o'shanda emas. Juda chiroyli, zo'r pishirishga. O'zbeklar uchun. Endi boshqalar ham hujum qilyapti shunga-da. Keyin aytishga o'sha tilay yemanglar, sizlar mana musulmon davlat aka, o'shaqa ekan, bular mana shuni yeyishadi deyishdi. Nega unda aroq ichyapti demabdimi? Endi ba'zi birlarda Ya to'g'risida bizda qiziq narsa bor-da, cho'chqa go'shti yemaymiz. Nom ko'rsangiz, alkogoliklar ham ko'pi cho'chqa go'shti yemaydi. Chunki ana o'sha ong ostida shunaqa urug'i kelganda, yoshlikdan, "Ey, kalbasa yema. Cho'chqa go'shtidan ehtiyot bo'lgin." Men endi o'zim rus sinfida o'qiganman. Har xil o'tirishlar, posidelkalar bo'lsa ketsa, "Ey, ehtiyot bo'lgin, tag'in deb maza qilib cho'chqa go'shti yeb kelmagin." Bu deb masalan jo'natishardi. Lekin odamlar bizda cho'chqa go'shti yemaydi, lekin aroqni soladi. Zaksga kalbasa olib keldim. Sen halolmi deydi. Shunaqa. Men bilmadim endi to'g'risi. Ko'p bir-biriga ziddiyatli madaniyatlar bor. O'zi insonlashuvda. Inson shunaqa manfaatli to'qnashuv bilan yashaydi. Unutguvchida mana odamlar bor, shariatni qilich qilib oladi. Bu deydi, lekin boshqa tomondan unga zarba bersangiz, endi mundoqda deydi. Biz aytamiz ekan, o'rtoq, siz adolatli bo'ling. O'zingiz nafsingizga yoqqan tomonni faqat ushlab olmang-da. To'g'ri. Nafsingizga yoqmagan joyini ham zimmangizga oling. Desak, usan, men ayolim, ko'p mana shunaqa tanqidiy nimadir fikrlar bildirib bu desam, siz mana shunaqasiz, e'tiborasiz, faylasufsiz, usiz. Men aytaman, "Yo'q, sen meni поддержка qilib turmoqchi bo'lmagan" desa, mayli o'zingizga zararda, mana shularni o'ylab siqilasiz. Boshqa bo'ladi, bu deydi. Endi men aytaman, mayli, hayot zerikarli bo'lib qoladi. Lekin mana shunaqa maslahatlar berasan, maslahat berganiga imilla o'shani qilmaslik, qilib qolishdan qo'rqasizda. Bu paytda siz voy endi qilishim kerak emas uni, men o'zim maslahat berdim. Men o'zim ekofaol bo'lib blog yuritish boshlaganimdan keyin bir marta ham kofe одноразовый stakanах bo'ladi-ku. O'sha challenge olmaganman. Haligacha mana olib qolsam, даже birov ko'rsa ko'rmasa, o'zimga endi bu prinsip bo'lib qolgan. Harakat qilaman o'zim endi, mana shu blog yuritganim, o'zim gapimga o'zim qarshi bo'lib qolmaslik uchun ko'p narsamni tartibga qilib olganman-da. Hattoki vaziyatlar bo'lib qolsa ham juda ham harakat qilaman olmaslikka. Bir yaxshilikka-da, o'z tarbiya qilasiz. Albatta, bu bilasizmi, meni blogim o'zimni tarbiya qilish orqali ko'rsatiladigan narsa. U masalan, men unaqa emas.
o'zim unaqa qilaman, o'xshaydi, qilsa bo'lar ekan, demak, mana bunaqa qilsa bo'ladi. Sabab yechim siz nima qila olasiz? Muammoni mana shunaqa ko'rsatib berishga harakat qilaman. Chunki ekologiya mavzusi, umuman ijtimoiy mavzular har doim odamga yuk bo'lib qoladi-da. Ko'rgan odam, ayniqsa empat bo'lsa, u hissiyotga beriladigan, odamni sezadigan odam bo'lsa, u his qilib qoladi shu muammolarni o'ylab. Nima qilish kerak? Har doim orqasidan yechim berish kerak. Sen yechim nima qila olasan? Mana bu aprosnikni to'ldir, so'rovnomani yoki mana masalan havo ifloslangan payt aytdim, svetlarni o'chirib yuringlar. Bu ham kamaytiradi havoning ifloslanishini. Nima qilsa bo'ladi? Suvni tejaylar, o'zinglar shopper ishlatinglar, boshqalarga iloji boricha aytinglar, jiyanlarga, bolalarga, kichkinalarga. Mana shu kichkina oxirdagi bir pasil ham bolalar odamlar nima qila olishini ko'rishi ham sizga ertaga nima beradi-da. Ularning yuragiga tinchlik beradi. Masalan, siz ham inklyuziya haqida video qilsangiz, albatta oxirida nimadir ayting. Mana shunaqa sharoitlar bo'lishi uchun bizning mana petitsiyamiz bor. Shunga imzo qo'ying, onlayn to'ldiring yoki so'rovnomada qatnashing. Yoki mana shu videomizni qo'llab-quvvatlang. Kommentariy yozing. Bizning videomiz qancha ko'p odam ko'rsa, bu aktivizm nimani beradi? Onlayn aktivizm bor, offlayn aktivizm bor. Bizda endi offlayn aktivizm bilan hamma shug'ullana olmaydi. Vaqt kerak unga, jur'at, mablag' qilisha olmaydi. Onlayn aktivizm bor. Ijtimoiy tarmoqqa kirganingizda nima topda bo'lsa, nima rekomendatsiyada bo'lsa, o'sha narsa jamiyatga qiziq. Agarda bu masalalar inklyuziya bo'lsa, qaysidir ko'chada to'g'ri inklyuziv yo'lakcha o'tkazish haqida bo'lsa, bu jamiyatni yaxshilaydi. Like hech narsa emas, komment hech narsa emas deyshadi-ku, yo'q, narsa. Masalan, oddiy misol olaylik. Yoshlar o'tiribdi internetda, yosh yigit deylik. U o'tiradi va yonidan rekomendatsiyada o'sha bitta ayol zo'ravonlikka uchrab o'ldirilgani haqida xabar chiqyapti. Qarasa juda ham ko'p like, juda ham ko'p komment. U kiradi kommentga. Kommentda birinchi ko'p like to'plaganlar turadi. Boshidagi radikal odamlar tomonidan yozilgan. Ayolni o'zi aybdor, boplabdi, pichoqlab tashlash kerak degan gaplar turgan bo'lsa boshida bir 10 tasini listatsiya qiladi. Hammasi shunaqa gap bo'lsa, ani bola hali murg'ak qalbga bu narsa kiradi. Men ursam bo'ladi. Jamiyat buni adab riayat. Jamiyat buni yaxshilab turibdi, oqlab turibdi. O'ldirish mumkin, urish mumkin. Qani qonun? Qani ajrashish? Xo'p, maksimum sen ajrash, qonunga murojaat qil. Sen birovni o'ldirishga, urishga, tegishga haqqing yo'q degan narsa yo'q-da. Bola shuni ko'radi. Pastda bordir balki nima deydi, izohlar. Lekin izohlarni yozmaydiganlar ko'p. Ana o'sha yozmaydigan bola o'qiydi-da, o'ziga mana shuni forma qilib kiritib oladi miyasiga. Yoki qalang'i-qasang'i jinicha narsa. Reels chiqyapti, qanaqadir trend yoki o'yin, qanaqa umuman foydasi yo'q narsa yoki ani boyaga trend bor-ku, jinicha, kufsuf. Masalan, o'sha narsa. Shunchaki like bosdingiz. Shunchaki prikolni, qiziq. Siz like bosdingiz, siz o'rtoqlaringiz ko'rdi, hamma like bosdi. Bu narsa to'pga chiqdi. Murg'ak qalb kiradi, shuni ko'radi-da, normalni. Mana shuni qilib chiqaman. Yiqib chiqadi. Xohlaysizmi yo'qmi, siz like bosgan bu urug'lanib, bu narsa endi ko'payadi. Qarasa, mana shunaqa trend orqali bittasi mashina oldi. Mana shunaqa trendlar qilib bittasi televizorga chaqirishyapti uni ko'rsatuvlarga. Mana shunaqa trendlar olib turib, uni ana taqdirlashyapti. Nima katta joylarda qizil yo'laklarda yuribdi, aytadi. O'rgansalar yo'qmi shunda? Shunda bola nima deydi? Ani murg'ak qalb aytadi. Matematikani nima qilaman o'qib? To'ppa-to'g'ri. Ona tilini o'qib nima qilaman? Adabiyotni o'qib, Alisher Navoiyni o'qib yodlab nima qilaman deydi-da. Mana trend olaman deydi-da. 18 yoshimda mashina oldim deb, keyin u ham o'sha trendga ketadi. Qalang-qasang'i narsani qiladi. Shuning uchun ham sizning like'ingiz, sizning izohingiz ko'p narsani hal qiladi. Sizning hattoki dizlike'ingiz ham ko'p narsani hal qiladi. Agar bir jinicha narsa chiqyaptimi, jamiyatni buzadigan narsa chiqyaptimi, kirib ne interesuет bosish kerak. Bu oddiy media savodxonlik deyiladi. Ovqat keldi oldingizga 1000 ta narsa qo'ydi-da, siz tanlashingiz kerak orasidan, keraksizini chiqarishingiz kerak. Kontent ham endi shunaqa, dasturxoningizga kelgan payti siz like, dislike bilan uni sortirovka qilasiz. Hammasini yeyvermaysiz. O'sha orqali mediani ham tozalaysiz. Ko'p xalqaro xorijiy mutaxassislar jamiyatning hozirgi ahvolini bilish uchun ijtimoiy tarmoqqa kiradi. Kirgan payti nima rekta bo'lsa, o'shanga qarab keyin tadqiqot yozishadi. O'zbek xalqi hozirda 80% masalan yumorga qiziqadi, 20% mana buncha tashkil qiladi. Mana bu masalalar 1%, mana bu masalalar 2% tashkil qiladi deb yozib beradi. Report.
Mana biz qanaqa ko'rsatilamiz. Ijtimoiy tarmoqlar shuning uchun shunchaki ijtimoiy tarmoq emas hozir afsuski. Bu endi oyna, endi bu televideniya, endi bu ko'p narsani hal qilib qo'yapti. Va mana shu va mana shu yerda bitta muhim narsa bor. Shunaqa men gapirish xohlayman shu narsani. Hype kerak, prosmotr kerak, like kerak. Lekin mana shu obro'ga ijtimoiy tarmoqda aktivlikka erishgan odamlarni ham tanlay bilish kerak. Shunaqa jabhalar bor, kino, televideniya, teatr. U yerga faqat mutaxassislar borish kerak. Faqat mutaxassislar. Mayli prosmotr ko'paytirish uchun, reytingni ko'tarish uchun qalang'i narsalarni qo'shish kerak emas. Meni xafa qilayotgan narsa teatrga ham endi qo'shilyapti shu narsalar. Teatrda ham repertuariga ichiga nimadirlar qo'shilyapti. Bu qo'rqinchli. Bu madaniyat o'chog'i bo'lish kerak. Televideniyada adabiy til bo'lish kerak. Mayli butunlaycha adabiy til bo'lmasin, lekin xohlagan gapini gapirishi mumkin bo'lmaslik kerak. Kiyim qoidalari. Teatrga borganingizda shortikda bormaysiz-ku, masjidga borsangiz shortikda kirmaysiz-ku. Xuddi shunaqa teatr ham, televideniya ham o'zini qadriyati bor, o'sha saqlanishi kerak. Afsuski mana shu hozirgi holat odamlarda shunaqa taassurot paydo qiladiki, nima qilsam ham ko'p like yig'sam, ko'p obunachi yig'sam, meni xohlagan hamma joyda hurmat qilishadi deyapti. Bu ertaga avlodlarni yo'qotishga olib keladi. Avlodlar mana shu yo'lga ketib qoladi. Bu ertaga pul olib kelmaydi, davlatga ham, bilim ham olib kelmaydi, foyda ham olib kelmaydi. Qaytanga degradatsiya, nima edi? Degradatsiya. Degradatsiyamidi? Chiqib degradatsiyaga, ongsizlanishga olib kelib qo'yadi. Meni ichim yondiradigan narsa. Bitta tadbirda bo'ldim-da, shunaqa oliy toifali tadbir. Yuqori darajali tadbir. Qarasam, oldi qator 3 ta, 4 ta qator faqat ijtimoiy tarmoqda blog yuritadigan blogerlar. Ularda asosiysi yumor. Hammasini men hurmat qilaman. Yumorni ham eplagan qiladi, lekin xalq artistlari, nima deydi, davlat darajasidagi xizmat ko'rsatgan artistlar, aktyorlar, ustozlar, intelligensiya deydi. Tepada, eng tepada burchakka qo'yilgan. Shunaqa g'alati bo'ldim. Bu yaxshi emas. Lekin bilasizmi bashda nima yana? O'sha ustozlar o'z bekorga emas, kibrab yurdi, ularda ko'ryapsizmi? Indamiki o'tirishdi qarang. To'ppa-to'g'ri. Har tomonlama ularda ibrat olsak bo'ladi-da. To'ppa-to'g'ri. Mana shu nima deydi, oldiga qo'yish, davlat tadbirlarida, televideniya mana nima deydi, o'zini qadriyat ushlab turilish kerak bo'lgan joylarda tamoyillar qolish kerak. Ustunday qolish kerak. Mana shu qadriyat afsuski mana shular ham buzilayotgani achinarli. Qanaqadir ozgina ruhiy tushkunlik ham berayotgan joylari bor-ku, lekin ozgina professorlar, doim ilm odamlari, katta mana bu nima deydi, xizmat ko'rsatgan odamlar, nima deydi, toshi og'ir narsa qilgan odamlar hurmatda bo'lish kerak. Bo'ldi, oldi qator, to'r. Qariyani kelganda oldiga o'tkazasiz-ku boyga. Hojiboy aytgandek-da, o'qituvchilar, chiqar o'qituvchi, traktorchilar bo'lishi kerak emas shu narsa. O'qituvchi to'rga o'tirishi kerak. Professor to'rga chiqishi kerak. Har doim biz mana shu olimlarimizni, san'atkorlarimizni, mana bu saviyali san'atkorlarimizni hammasini ko'tarishimiz kerak. Albatta. Bu blogerlar, mana bu hozirgi zamondagi mashhurlikka erishayotgan odamlar ham ularga qaraydi keyin. Mana shunaqa bo'lish xohlayman. Men idol qilib, mana KRSlarni idoli, mashhur odami, nima deydi, hamma o'xshash xohlaydigan odamda idol. O'shunaqa qilib biz o'zimizni ilmli odamlarimiz chiqarishimiz kerak-da. Shunda blogerlarning ham saviyasi oshadi. Albatta, ikkita o'ynab chiqqan odamni ko'targaningizdan keyin shunaqa odamlar ko'payadi. Keyin aytamiz, kontent buzilib ketdi, ijtimoiy tarmoq buzilib ketdi. Buzilib ketadi, chunki sizga yoqib shu narsa. Siz shuni like bosib turibsiz. Siz e'tiboringizni shunga qaratyapsiz. Bilasizmi, ko'p ekologik muammolarni ham yechimi allaqachon davlat dasturiga kiritilgan. Masala uni qayerda ekanligida. Masalan, aytaylik, qanaqadir ekologik masala yozilgan, u mana hayvonlarni nima deydi, tizimlashtirish, ko'cha hayvonlarini, kuchuk mushuklarni o'ldirmaslik, ularni tizimlashtirish. Turkiyadagi ular olib kelinadi, davlat o'zi tizimi bo'ladi, ular qulog'iga chip qo'yadi, sterillaydi va ko'chaga qo'yib yuboradi. Shunda ularning soni qisqaradi, sog'lom bo'ladi, beshinsa bo'lmaydi. Mana shunaqa tizim bor bizda, davlat dasturiga kiritilgan. Masala uni qattaligida. Tashkilot kirsa, mas'ul tashkilot, finans otdelga, biz mana
mana shunaqa narsani qilishimiz kerak desa, aytadi. Hozir xalq nima haqida, shu haqida o'ylayaptimi? Yo'q. Hozir bizning pulimiz mana bunga o'zi itak kerakmi pul? Nima qilaman? Xalqni tashvishlantirmayotgan. Itak o'zi ham yurib turgan, qanaqa bo'lsa ham yurib turgan tizimga pul tikib men nima qilaman deydi. Rostdan-da, hozir biz yo'l qurishimiz kerak. Yangi O'zbekiston qurilyapti. Pul ketadigan narsa ko'p. Masala uni aktualligida nimaga men o'zimni blogimda lishni narsa ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Masalan, bitta muammo bo'ldimi, oylab turadi shu muammo. Men aktualda ushlab turishga harakat qilaman. Chunki mana bu prime time aktual turishi mana shu muhim. Qancha siz muammoni unutmasdan ushlab tursangiz, chalg'ituvchi faktorlarga ham qaramasdan ushlab tura olsangiz, mana shu asosiy narsa hozir. Aktualda emasmi? Odamlarning e'tibori boshqa narsadami? Demak, nima deydi? Заслуживаете deydi-yu, жить в этой da, o'sha narsada. Endi o'zingizga o'xshaganlar o'zingizga rahbar bo'ladi deydi-yu. Da. Anu rosa anaqa qildim-da, xafa bo'ldim bitta masalada. Loyihalar endi qilamiz-ku, ideyalar beramiz, masalan, idoralarga borib, hamnaqa masalan, yaxshilik, hammaga yaxshi bo'ladi. Hali aytganingizdek, pandus zo'r bo'lsa, yosh bolalar, onalarga mazza dedingiz-ku. Xuddi shunaqa hali hammaga foydasi tegadigan narsani qilaylik deb borasiz. Rajo beriladi, unaqa ko'p ham pul ketmaydi. Lekin juda katta pullarni sarflab Lopes xonim olib kelamiz, masalan. Kerakdir endi bu ham, lekin prioritetda deb bo'lib qolyapti-da. Qanaqadir odamlarni chalg'itish ham bormi bu yerda? Prioritetda bo'lgan narsalar shu ijtimoiy bo'lishi uchun siz mana shu masalalar qiziqtiradigan, qiynaydigan odamlar ko'p bo'lish kerak-da. Agar nogironlik deb berilsa bu ular soni kam-ku. Ko'pchilikka tegmaydi. Lekin agar onalar, yosh bolali onalarni ham qo'shilsa mana shu masalaga va etilsa, mana shunaqa narsa qilamiz, loyiha qilamiz, yordaminglar kerak, so'rovnomada qatnashing, boshqa qiling deyilsa, silvaya auditoriya oshib, maqsadli auditoriya masalaga e'tibor berishlari mumkin. Mana hozir Fransiya elchisi, nogironligi bo'lgan shaxs, ko'rdingizmi? Ko'p joylarga boradi, ularni tashriflari sababli ko'p davlat tashkilotlari pandus qo'yapti. Shunaqa. Ko'ryapsizmi? Agar siz jamiyatda mana boshqaruv tizimida har xil odam bo'lsa, ayol, ikkita bolali ayol, yoshi katta, nima deydi, opitga o'zini malakasiga ega bo'lgan odam, nogironligi bo'lgan shaxs, ko'p millatli, ko'p nima deydi, odamlar, har xil odamlar bo'lsa, qarash har xil bo'ladi-da. Va muammolarga har xil tomondan qaraladi keyin. Boyagi yillik planga ham har xil tomondan qaraladi va ko'proq yechim bo'ladi. U yerda faqat bir toifadagi odam o'tirib olsa, ko'chani ko'rmagan, faqat o'zining shaxsiy mashinasida yurgan, muammoni bilmaydi, ichida yo'q, na ayol bor u yerda, u uyda bolalarini boqmagan, uyda bolalarga kasha bermagan. U qatdan biladi, u bolani kolyaskada solib, g'adir-budir trotuardan chiqib qo'yincha zo'rg'a uxlatgan bola uyg'onishini, qatdan biladi, parkinkaga borib kelishda nechta mashina trotuarga mashinasini qo'yib qo'ygan haydovchilar, o'ta olmaysan hech qanaqasiga. Bunaqasiga aylanib o'tsang, mashina urib ketishi mumkin. U qatdan biladi, ikkita bolali orasida 2 yoshli farq bo'lgan bolali ayol nima deydi, bittasini qo'lida, bittasini kolyaskada olib ketish kerakligini bilmaydi u odam. Shuning uchun qo'ying, ayol ham bo'lsin ichkarida. Hukumat o'sha boshqaruv tizimida nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsin. Shunda nogironligi bo'lgan shaxs o'zini maqsadli auditoriyasi uchun masalaga qaraydi. Ayol o'zini auditoriyasiga qaraydi. Erkak o'zinikiga hamma tomonli mana shunaqa nima deydi, turli hukumat tarkibi bo'lishi kerak-da. Bir xil odam bo'lsa, конечно, ular muammoni ko'rmagan. Muammoni ichida ko'rmaganingizdan keyin siz muammongiz bilan, "Yo'q, bu narsa" deydi-da. Qatta u narsa deydi. Bilasizmi, shunaqa bo'lgan. Hattoki bir marta aytishganman, metrolarga pandus qo'yaylik. Balki bu nimadir, ertakdir, cho'pchakdir, lekin metrolarga pandus qo'yaylik, nogironligi bo'lgan, aravachadagi ayollar, bolali ayollarga qiyin bo'lyapti. Nafaqat ayollarga, yoshi katta, xastali qariyalarga ham qiyin bo'lyapti desa, o'sha mas'ul odamga aytishgan, kattakon aytgan ekan. Nima qilamiz? Ortiqcha pul sarflab, vaqt sarflab, bizning xalqimiz shundoq ham mehribon. Agar shunaqa tusha olmayotgan odam bo'lsa, ko'tarib tushirib qo'yishadi degan ekan. Ko'p bo'ladi. Yana bitta zo'r taklif bildirgan bitta deputat aytuvdi.
Otini aytolmayman. Shu muammo qilib shu sharoitlar haqida, ya'ni panduslar, o'sha ovozli svetoforlar, bular haqida liftlarni kengroq bo'lishi haqida gapirsak, men zo'r yechim topdim-da. Mikrofonda gapiryapti tribunaga chiqib. Sizlarga shaharcha qurib berish kerak. Hamma qulayliklarni qilib, zo'r qilib, sizlarni ko'chirib olib borib qo'yish. Nima, hali dardkashlar bir-biringlar bilan o'sha yerda muloqot qilib biz aytamiz edi, siz hozir prezidentimizni siyosatiga qarshi chiqayotganingizni bilyapsizmi? Men sirasi bomba otaman. Siz prezidentimizni tashabbuslariga qarshi chiqayotganingizni bilyapsizmi hozir shu gapingiz bilan desam, tushunmayapti-da. U даже prezidentni inklyuziya temasiga qarashlar. Endi bizda shunaqa-ku, prezident tashabbus qiladi, jiddiy yechimlar bo'ladi. Masalan, o'zgarishlar, qatladur sразу remont bo'lib qoladi, kelarkan u. Men aytayman, siz prezident nima deyotganini bilmayapsizmi nogironlar haqida? Jim bo'lib qoldi. Bilmasangiz nima kelasiz bu yerga? Undan ko'ra biladigan deputat odam kelsin. O'zi inklyuziv so'zini ko'pchilik bilmaydi. Bilasizmi? Men o'zim ijtimoiy tarmoqda bular bilan ham ko'p kontent qilamiz. Inklyuziya mavzusi menda ham ko'p-da. Inklyuziv deyurar ekanman-da, bir kun so'rovnoma o'tkazdim. Inklyuziv so'zini o'zi nima ma'nosini bilasizlarmi desam, 60% mani auditoriyam ham bilmaydi. Bilmagan. Ular anaqa shunchaki eshitishgan. Bilmaymiz biz, ayting nima deganini tushunmagan va ko'pincha inklyuziv so'zini faqat nogironlik bilan bog'lashadi. Shunaqa stereotip bor. Bilishmaydi, inklyuziv bu nogironlik. Har doim men so'rayman, inklyuziv nima? Nogironlik. Yo'q, inklyuziv bu shahar hammaga qulay bo'lishi. Xasadagi nima 80 yoshli nuroniyga ham, yosh ikkita bolali ayolga ham, velosiped haydaydigan studentga ham, tenglik degan hamma uchun shahar qulay bo'lishi kerak. Men borib 5 minutda 5 kilo olma olsam, siz ham borib olishingiz kerak 5 minutda. 2 soat emas-da. Sizni yo'lingiz manikidan uzoq bo'lishi kerak emas. Qiyin bo'lishi kerak emas. Mana shu, uning uchun inklyuziv bo'lishi uchun, hammaga tenglik bo'lishi uchun boshqaruvda ham tenglik bo'lishi kerak-da. O'sha har xil odam bo'lishi kerak. Ayollar bo'lishi kerak, erkaklar bo'lishi kerak, nogironligi bo'lgan bo'lishi kerak. Oproslar o'tkazilishi kerak, xalqning fikri o'rganilishi kerak. Tappa meni miyamga keldi, zo'r g'oya deb qo'yib yubormasdan, qani o'tkazaylik chig'iriqdan. Bu ham baribir tizimli yechim talab qiladi. Tizimli yechim aytayapman, bizda muammo. Bilim. Yana bilimga qaytamiz. Demak, bugun bizda suhbatimizga eng dolzarb masala bu bilim. Albatta. Endi bilim kerak narsa. Bilim bu poydevor. To'g'ri. Usiz bo'lmaydi. Bilib qilish kerak hamisha. Bilimliga 1000 tanga, bilmaganga 1 tanga. Maqol, o'zbek xalq maqoli. Adashtirdi xullas. Yo, bizlarnikilarga o'zgartirib olgandek. Ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga. Ha, to'g'ri, men adashdim balki. Siz adashdingiz. Men adashdim, ha, to'g'ri. Yo, lekin o'shanaqasi ham bor, hali nimadir bilimliga 1000 tanga, o'shanaqa versiyasini ham eshitganman endi. Endi xalq maqoli Siz ham xalq bir bo'lagisiz, o'zingiz bitta o'ylab topasiz, hech narsa qilmaysiz. Endi hurmatli do'stlar, sekin yakunlasak bo'ladi, chunki bo'lmasa u ertalabgacha gaplashamiz. Juda yaxshi mavzular bo'ldi, juda ham chiroyli anaqalar, fikrlaringiz ham zo'r. Rahmat. Bu uchrashuvimiz birinchisi ham emas, oxirisi ham emas. Lekin barcha bugungi podkastimiz juda boshqacha bo'ldi. Boshqa mavzular umuman. Boshida aytdim-ku, bahor kirib keldi. Bahor kirdi, bahor. Salomat bo'ling. Endi odatda xayrlashishdan oldin biz bitta narsa tashiymiz odamlarni, endi kelgan spikerlarni o'zidan kelib chiqibdi. Nima mesej berib ketgisi kelyapti shu podkastda sabr chidab oxirigacha ko'rayotganlar. Oxirigacha ko'rgan odamlarga nima mesej tashab ketasiz? o'z sayyorangizni seving. Bu degani o'zingizni, uyingizni sevish, o'z farzandlaringizni, o'z sog'lig'ingizni sevish,
o'zingizni mahallangizni, shahringizni, yurtingizni sevish. Bu sevgi nafaqat uni toza tutishda, balki uni tarixini o'rganish, tarixini qadrlash, ajdodlarini eslash, xotirlash, doim yodda tutish, kimni farzandi ekanligingizni unutmaslik, yuragingizda g'urur bilan yurish. O'zbekistondamisiz, chet eldamisiz, qayerda bo'lsangiz ham mana shu g'urur bilan, vatanga bo'lgan sevgi bilan yashash degani. Umid qilamanki, siz yuragingizda kichkina O'zbekiston bilan butun dunyoni keza olasiz, butun dunyoni, sayyorani seva olasiz. Rahmat kattakon. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli kuzatuvchilar, o'tdan podkastini kuzatyapsiz. Odatda podkastlar oxirigacha kam sonli odamlar ko'radi-yu. Bizning asl muxlislarimiz va mo'tabar asl kuzatuvchilariga rahmat oxirigacha bo'lganingiz uchun. Kommentariyalarda fikrlarni qoldiringlar. Qanchalik foydali bo'ldi sizlarga, nima mavzularni ko'tarish xohlardinglar, qaysi spikerlarni chaqirishimizni xohlaysizlar, shular hammasini kommentariyalarda qoldiringlar. Sizlar bilan Mr. Ubaydullayev va Ulug'bek Babatxonov bo'ldi va albatta bizga yaqinda yordam bergan Centro studiyasiga katta rahmat. Bugungi mehmonimiz Urik Gula blogida yuritadigan. Sananing Urik demaydi, Urik. Mo'tabar xushvaqt bo'ldilar. Nima bo'lganda ham nima deydi? Qanday ish qilishingizdan qat'iy nazar o'zligimizni, o'zbekchiligimizni unutmaylik. Shu Qalbingizni, miyangizni yangi bilimlar uchun, har doim bilim olish uchun ochiq tuting. Salomat bo'linglar. Yaqinda Urik gullaydi, lekin bizda Allaqachon studiyada Urik gulla bo'ldi. Biz bilan qolinglar, bahoriy kayfiyatda olasizlar, sog' bo'linglar.